sohaga kirganimizga 20 yil bo'ldi уже. Turbosimiz berilgan, o'shani o'zi 20 millionda, qolgan narsalar 5 million tag'in. O'shanda turbosimizni o'chirdim, bo'ldi, hammasi hal bo'ldi. Ana o'sha saytdagi ma'lumotlar menga bomba informatsiya bo'lgan. Agressivniy kirib keldilar bozorga. Уже alohida bitta kasb bo'lish kerak-da bu narsaga. O'sha render sifatini aniq yaxshi olishiga amin bo'lish kerak. Shu politiklarni ustidan kulish, satiristik videolar chiqarib turibdi. Shu bo'lim meni shu tortyapti degan qolgan 49 ta variant menda уже istoriyada ahamiyat qolmay ketadi. Shunaqa. Men qaytib kirmayman u narsaga, dusha yo'q, lekin Shartnomasiz ishlash. Kontrakt Klientlar bilan juda ko'p problemalar bor. Kerak chiqsa aloqaga chiqaveringlar, ma'ni qil. Lekin bu menga to'g'ri kelmas ekan deb chiroyli xayrlashgan yaxshi. bitta narsa tushunganman, mijozga odam o'zi ham yoqish kerak. Quyi bilan tepa bo'ladi. O'tda boy deganda, o'tda pasti bo'lganda shunaqa sohalar ham shaqib ketadi. Xotirjam podkast olib yuramiz 3 kundanmi, 3 safardan beri. O'shanga hali bemalolroq choyxona qilib aka. Ustoz aka men sizni anchadan taniyman aka, men tanimasangiz ham. Taniyman. Siz taniyman. Kuzatganman aka. Boshqa auditoriya ham bordi, yangi auditoriyalar bizda o'zimda ham bor. Shunga Rustam aka, o'zingizni qisqacha tanishtirib ketsangiz, keyin Instagramga sekin bitta o'tib olamiz hammamiz. Mendan boshlayapti. Birinchi sizdan aka. Xo'p, ismim Rustam Po'latov. Yoshim 37 da. 87-yilda tug'ilganmiz. Sohaga kirganimizga 20 yil bo'ldi уже. Dinozavr davri ko'k. 20 yil. Yosh bola ekan. 2003-yili shu maktabda 9-sinf bitirayotganimizda ota-onam endi hamma o'ylaydi bolasini nima kim bo'ladi deb, kimdir diplomat, kimdir yurist, kimdir endi meditsinskiy bo'yicha deyishayotganida men qiziqishim bo'lmagan hech qaysi biriga. Keyin qarasa, sen hech narsaga qiziqmayapsan. Nimaga qiziqasan deyishganda, shu qo'limda rasm chizish holati bo'lganiga keyin davay deb keyin dizayn kollejiga berishgan. 9-sinf bitirgandan keyin kollejga 3 yilga o'qishga kirganmiz. Hajayev nomidagi Respublika dizayn kolleji bo'lgan. Endi hozir maktab bo'ldi yana. O'sha yerda 2003-yil kirgan bo'lsam, 2006-yilgacha 3D grafikani demayman, shu kompyuter grafika deb o'qidim. Maxni o'rganaman deb kirganman, lekin asli o'tdi. Asosan making of'lar bo'lardi o'sha paytlarda kanallarda kinolarning qanaqa ishlanishini ko'rardim. 3D effektlarni ko'rganimda shu qanaqa qilar ekan degan qiziqish bo'lardi. Keyin shu bilan bo'ldi dedim, 3D ni o'rganaman, mana shu kompyuter grafikasi fakulteti ochilibdi dizayn kollejida deb topshirishgan, kirsam o'qituvchi yo'q. O'qituvchi yo'q, grafika bo'yicha, 3D grafika bo'yicha o'rgatadigan. Endi bunday orzularim o'sha payt shunda puch bo'lgan. O'rgatamiz. Qanaqa qilib o'rganaman? Kechirasiz. Bu nechinchi yil bo'lyapti? 2003-yil bo'lyapti. 2003-yil. Ha. YouTube'da hech nima yo'q deydi. Yo'qsa YouTube bo'lmagan-ku. Render.ru sayti bo'lgan o'sha paytda, lekin juda oddiy primitivniy sayt bo'lgan. O'sha paytda birinchi makslari o'sha yerda o'tirilardi. Boshlang'ich fundamentlar bo'lgan. Kirdik, mayli, kirib qo'ydik, o'qish kerak endi, ketmaysiz. Boshlanishda Corel, Photoshop, Word o'zida dizaynlar qilib nimadir boshlangan. O'qituvchim baraka topsin, Tohir aka degan odam bo'lardilar. Kompyuter grafikada shu birinchi bo'lib nimaligini dizayn qilishni o'rgatdi. U rassom odam edi o'zi. Dizaynda uni bilardi nimaligini. Logotip dizayni, stilizatsiya degan narsalar, bitta logotip chizsa, temasiga qarab turib o'xshatib berardi-da. Keyin shu bilan birinchi fundament o'shandan keyin olindi. Shu bilan oxiri endi 3D ga aloqador bo'lganicha aytaman. Kitob kelib qo'ygan Max. Administratorlar bo'lardi. Ular kompyuterlarga qarab dasturlarni o'rnatib ketishardi. Kamida mana tom bo'lsa kerak. Mana ko'rgan bo'lardi o'sha. Men monitorimni ko'tarib ishlatardim. Keyin qarasa, dedim, 4 ta yecheyka, nima ekan deb ochib qaramiz. Burilyapti, nimadir burilyapti, setga burilyapti, keyin choynaklar, turburcha nimadir qilib ko'ramiz, kitobga qarab turib instrumentlar yozilgan nimaligi. Endi tajriba bo'lmaganiga, bitta kimdir men bu narsa bunaqa qilsam, bunaqa bo'ladi deb tushuntiradigan odam bo'lmagani sabab kitobda o'qib, ошибка qilish asosida o'rganiladi shunda. Qilib ko'rasiz, o'xshamasa boshqacha qilib ko'rasiz, o'xshaydi yo o'xshamaydi. To'g'ri. Shu bilan birinchi soddalik bo'lgan narsa shunaqa bo'lganki, render degan narsani viewport deb tushunganmiz. O'shan o'zi real time. Bo'l tugadi degansiz. O'shani o'zi ana yorug'lik soya endi baribir bor o'tda ham. Yorug'lik soyaga ajraladi. Voy degan effekt bo'ldida. Meni u paytdagi
hayratlanish holatini hali ham esimda qolgan. Bilaman aka. Almashtirib bo'lmaydi bu narsani. Rustam aka, men o'sha holatga 2011-yil birinchi marta render qilganimda, kechqurun soat 1 da qilganman-da, renderimni ochib berganda, o'zimni birinchi ishimni. Shunda vash boshqacha tushuntira bergan. U narsani birinchi marta qilgan odam tushunadi. Keyin yuzlab, minglab qilgan odam uni kayfini qilmaydi. Boshida zo'r bo'ladi, effekti bor. Shunaqa. Hozir endi ishga nisbatan endi kiritishning qaraymiz, ammo buni o'xshamay qoldi, bank o'xshamay qoldi. U вообще chiqgan narsa. Bu paytda boshqa effekt bo'lgan. Endi ko'rib odam birdaniga ko'rib qolsa baxtli o'tadi-yu. Shunaqa. O'shanga o'xshagan, endi unga tenglashtirib bo'lmaydi. Misol qilsak, kayfi bo'lgan o'shanda. Shu bilan boshlanib ketdi. Kollejdan keyin shu yog'i endi mustaqil o'rganish asosida rivojlandi. Keyin bir endi o'sha payt pulim bo'lmagan edi o'quv markaziga borishga. Programmani mustaqil o'rganib yuraman, aytaman, yetishmayapti, tajriba yetishmayapti. O'quv markazi bo'lganmi o'sha payt aka? Bo'lgan. Maxdan bo'lgan o'quv markazlari, частныйлari 1,5 ming, 2 ming dollar bo'lgan. Vobshe qimmat bo'lgan ekan, ha? 3 oy uchun to'lanardi. Endi men bunaqa pulim yo'q. Kompyuterim ham yo'q. Biz kollejda kompyuterlarda o'rganardik. Keyin o'rganaman, bo'ldi, boraman. 1 oyga 2 oy bo'lsa ham borib o'quv markaziga o'rganaman. Bordim o'quv markaziga. Qaradimda, kunligi tomoni men shu Max o'rganishim kerak yaxshilab. Nima o'rgatasizlar deb borsam, keyin menda qanaqasilar deyishdi. Qarasam, o'zim qilib o'rganib yurgan narsalar. O'zingiz bilgan narsalar. Ha, keyin o'zim ishlarimni ko'rsatdim, yon qilsam, keyin boyagi odam qaradi deb, bizga o'qituvchi bo'lib kiribsiz dedi. Ajoyib holat, shunaqa bo'lib turgan. Keyin, yo'q, men o'zi o'qiyman deb keldim oldinglarga dedi. Menga bilim kerak desam, o'qituvchilik qilish niyatim yo'q. Endi oyligini aytib, talon topasiz dedi. Yo'q dedim, men maqsadim boshqa narsa edi dedim. Keyin bormadim. No, ozgina xursand bo'ldim, shu tajriba oshibdi. Shu bilan u yog'i endi ketdi. O'rganib biladigan odamlarga murojaat qilindi, ular bilan ish ko'rib berishar, hamma ko'rib bering, xatolar bormi, yo'qmi deb xatolarni aytishardi. O'sha paytda dizaynerlar bo'lgan, endi mashhur. Kam. Aziz proyektlar bo'lgan. Aziz proyektlar bo'lgan, masalan, Miraz Ahmedov bo'lgan. Keyin yana bir ikkita otlari esimga chiqib ketdi, roliklar qilishardi televideniyega. Shu odamlar bo'lardi, ishlarni ko'rsatib keyin ishlaganmiz. Shunda hozir получается ustoz shogird anaqasini o'tmagansiz-da? O'zingizga ustoz, o'zingizga shogird. Endi ustoz men o'zimga o'zim o'rgata olmaganman. Ustozlarim ko'pchilik bo'ldi. YouTube ham, Renderga o'xshagan saytlar. Qanaqadir определенный mutaxassis oldiga borib o'rganish shunaqa narsa. Lekin globalniy talchuk berganlardan bittasi bo'lgan 3D grafikada 3D Yuriki degan sayt bo'lardi. Bilarmi deylar yo'qmi? Ukrainskiy sayt bor, hali ham bor. 3D Yurikmi? 3D Yurik. Ana o'sha saytdagi ma'lumotlar menga bomba informatsiya bo'lgan. Men eng yaxshi ko'rganim 2007dan beri renderni ko'rsatardim. O'sha yerda Alrasom degan odam bizlarnikidan o'tirardi, interyerlarni ko'rardim. Alrasom ketardi tegida. Renderda yozib qo'ysa bo'lardi-ku. O'shanda renderga kirib, galereya bo'limida interyerda doim shu Alrasom ishlarni ko'rsatardim. O'sha payt bosganlar Bahodir aka o'z ismlari. Men u odam ko'rmaganman, sizlarni ham bilmasdim, lekin rosa Alrasomni boshqacha ko'rsatardim. Chapani o'zimizdan Jaydar O'zbeklar. Lekin zo'r ishlardilar, rang topishlari, boshqasi zo'r yoqardi menga. Mehkimi bilan yaxshi esladi. Beysaga Rustam aka tanishtirmadingiz aka? Meni hamma tanisa kerak. Kuzatuvchilar. Ha, eslichi. Ismim Behzod Saidov, 3D vizualizatsiya bilan shug'ullanamiz. Payda 11 yil qoldi. 2014-yil boshlaganmiz ham. 2014-yil institutni endi bitirayotgandim. Oxirgi kurs edim adashmasam. O'shanda 3M-sentrga borganman. Maxim Gorkida. 3M-sentrda AutoCAD bilan 3D Max o'rganganman. Ular ham aytganingizdek, kitob bor. O'sha kitobdan qarab detallarni chizishni, hamma narsani o'rgatganlar. Короче, primitivniy, bazaviy bilimda, tushunasizmi? O'shani o'qidim, sertifikat oldim, bo'ldi, все, men tayyor. Krutoy anaqaman, 3Dchiman-da. Keyin shogirdlikka tushganman. Arxitektor akani oldilariga. O'sha yerda tushundimki, bu просто nima deydi? Какой-то bosh bazaviy anaqada, o'sha emas ekan. Yo'ga borsam, mendan o'zi kichkina bolalar bor, maktabda o'qib yurgan 3D Max o'zi bilishadi, 2-3 ta. Bitta kuchli bola bor edi. Uni renderini ko'rib, o'sha payt qoyil qolganman-da. Shunchalik darajada realistichni chiqarsa bo'ladi, Virida qilinadi paytda. O'sha yerda o'rganib yurganimda o'zi Virida bir marta render qildim. Bitta sahna qildimda interyer. Render qildimda, misol uchun rezultat o'zimga yoqmadi, to'g'risini aytaman. Keyin ertasi kunimi, 2-3 kuni Ko'priyaniki
birinchi korona necha alfamidi yoki nechamidirda korona birinchi chiqqani. O'shani chiqishi bilan Artyom 6 alfalar bor edi, men 6 alfalardan keyin kirib ketganman. O'shani olib chiqdi, render qilyapti. Qo'yil qoldim-da. Sho'da veri to'xtatiladi dedi. Korona zashti dedi. Biroz koronaga o'tib, keyin yo'da shunaqa bo'ldiki, endi tog'amni tanishlari edi. So'radi, bu bola misol uchun yarim yil pashti borganmisam, aytib berdim istoriya. Kechasi qanaqada mehmonxonada ishlaganman, barmi kunduzi borib shogirdlik qilganman. Keyin endi vaqt ketyapti, sanaqa ketyapti. Ben yarim yilcha shogird bo'lganmisam, faqat tirikchilik yo'q, pishkom borib kelardi, pul yo'qligini anaqaga, yo'l kiraga, ovqatga. Keyin shundan keyin so'radi, nima qanaqadir mutaxassis chiqadimi, yo'qmi deb. To'g'risi aytaman aka dedi, bu boladan dedi, menimcha dizayner yoki arxitektor chiqish ko'zim yetmayapti dedi, deb aytgan ekan. Keyin menga aytdilar, tog'am o'g'illar. Shu gapni eshitgandan keyin endi bilasiz, chizdan qani, yo'qni shunchalik darajada talantsizmanmi deb men arxitekturni o'qigansiz, rassomchilikda konkurslarda birinchi o'rin olgansiz, boshqa narsa yo'da bo'lsa, dizaynerlik talanti yo'qdi-da. Shunaqa narsa bo'ldi-da, Ma'ruf aka, Okrender. Birinchi anaqa qo'ydilar. Okrender? Eshitganman. Birinchi menimcha anaqa boshlayvergan freelancerlikni. O'shalar anaqa qo'ygan ekanlar. Korona render o'rgatamiz va ishga qabul qilamiz. Sirazi borganman, ketdi yog'iga. Shundan keyin davom etgan. U Blenderda ishlashardi bu payt yo. Blender bilan koronaga keyin o'tdilar. Chet elga ishlashadi ular ko'pincha. Shunaqa. Dubay, Amerika mana shunaqa ishlaydi. Yozur o'sha yerda zo'r opit bo'ldi. Koronani polnisi o'rgandim. Keyin dizayn studiyalarida ishladim. Ko'pchilik bilan Gozev dizayn deganni. O'sha yerda 1-2 yil ishlab, keyin chiqib yo'dan yana qayerga bordim. Arlesda ishladim. Arlesda Ixtiyor Oripov bor. O'shalar bilan o'sha tanishganman-da. Zo'r ishlaganmiz. Keyin mebelchilar bilan ishladim. Keyin Sherzod bilan ishladim. Shundan beri o'sha vizualizatsiya sohasida pashti 11 yil qoldi. Ixtiyor bilan tanishman, bir ishlaganmiz. Ixtiyor Oripov bilan. Biz 2010-yil, 2010-yilda Cinema Uz'ni animatsionniy studiyasi bo'lganida Ixtiyor bilan o'sha yerda ishlaganmiz. Ancha oldin boshlagan ekan. Arxitekturdan oldin u VFX da bo'lgan, VFX da. Hozir Akrom Xo'ja bilan ishlayapti. O'sha bola haqida gapirishmizmi? Yo'q, Akrom Xo'ja bilan ular podkast o'tkazishdi. O'zini iDesign degan studiyasi bor o'zi. Ixtiyor akami? Bo'ldi, esladim. Ixtiyor aka. Men ya'ni yoshroq bolaga anaqasi bo'yicha zo'r bo'ldi. Firmani yuritish. Ixtiyor akaga men biznes modellariga gapirib berganlarda maza qildim. O'sha akadan keyin podkastlardan keyin sirraza biznes model tuzdim. Aka dizayn sohasida qanaqa qilib tartib sistema solganlarini qo'l qo'yganman bor-ku. Lekin ko'p treneringga qatnashgan, ko'p mutaxassislarning tajribasini olgan ekan. Agressivniy kirib keldilar bozorga. Masalan, ko'pchilik hali cho'zib qo'yadi ishni, bemalol yuradi-yu. Ixtiyor akada o'sha narsaga muammo yechirganda, men qo'l qo'yganman o'shani eshitib, "Wow" deganman. Da, zo'r. Qo'yilman. Boya gapni chal qoldi. Savolingiz berishdan oldin aka. 2010 o'rganish boshlaganman dedi Max. O'sha paytlarda-chi aka mental raylar bo'lardi, standart quyoshlar bo'lardi. Keyin vrayga o'tganmiz-da. Men vrayga 2013-14 o'tganman aslida. Tasavvur qilamiz, hozir u davrni ko'rgan odamlar, bizdan ham oldingi dinozavr odamlar bor-da. U quyosh bilan hozirgi o'sha koronavirus S4'ning u hozirgi pokoleniya vosh tushunmaydi u mental ray bilan standart quyoshni. Standart quyoshlar daftarim bo'lardi, daftarga nastroykani yozib yurardim. Vosh xayoliga kelmaydi-da, u betvor narsani. Shunaqalik. Koronada yo'q-ku hech narsa. Otabek ancha yil boshlaganlar, Otabek. 90-yilda, 97-yil boshladi. O'shani so'ramabman, yilni-yu birinchi bo'lib shu o dasturchi bo'lgan ekanlar, o'zlari bilganlarda. Shu programmist bo'lganmi? Vaynniy programmalar tuzganman deb aytib bergandilar. Keyin shundan keyin 3D ga orada kimnidir ko'rsatib qo'ygan, yoqib qo'ygan, qiziqib ketganman degandilar. Shu 3D ga o'tib ketganlar. Ayniqsa dekor modellinglar boshqa endi O'zbekiston qiroli hisoblanadi. Dekor modelling shunga ancha tajribali odam. Stoklarni birinchi bo'lib odam boshlaganlar. Stoklar? Stok bilan shug'ullanadi, 3D modelni sotish bilan ham. Turbosquid saytida ular birinchi boshlab bergan odamlar. Men kirganimda уже Otabek bor edilar u yerda. Tillizdan shu turadigan Turbosquidda уже ishlaganlar normalniy. Modellarni men ham eski 2010 da ko'rib maza qilardim. Zo'r bisetkalar yasab sotadi. Naqshli xon taxtalar, naqshli anaqalar yasab tashlaydilar. Supalar yasirdilar, natsanarli. Muammo deb bo'lmaydi, vizualizatsiya bilan shu modellashni arxitekturadagi qadri qanchalik? Hozirgi sohada bir xillarda vaziyat bo'pti.
vizualizatsiyaga ahamiyat berishdi. Har bitta arxitektura firma o'zi vizualizatsiyani qiladi, lekin sifati farqida katta muammolar duch keladi. Ya'ni nimaga sotuv oshmayotgani, shu holatlar bo'yicha. Shunga vizualizatsiyaga qanchalik ahamiyat berish kerak? Arxitekturniy firmalarda, studiyalar. To'g'ri. Ya'ni shu sohada mana hozir vizualizatsiyada ishlaysizlar. Qanchalik ahamiyat berishmayapti shu narsaga. Shu arxitekturada yetishmovchiliklar shularga. Rustam aka, nimadir deysizmi? Mendan oldin tajribali odam turganiga men keyin gapiraman. Siz aytmoqchisizki, hozirgi imенно arxitekturniy kompaniyalarmi yoki qurilish kompaniyalari yo ko'proq arxitektura. Firmalarda. Chunki ko'p firmalarda muammolar bo'ladi. Shu holatda imенно vizualizatsiyani sifati yetishmaligidan shu holatda sotuv o'smasligi. Masalan, oq finalni yaxshi tugamayapti-da. Tushunarli. Ya'ni sifat qanchalik ahamiyatga ega? Soatni Shunaqa savol beriladi. Главный menimcha eng asosiy o'sha ideyani misol uchun oddiy telefon yoki qanaqadir shkolatda oladigan bo'lsangiz, uni sotadigan bo'lsangiz, ustidagi obyortkasi grand rol o'ynaydi-yu. Upakovkasi qanchalik dizayn chiroyli. Vizualizatsiya ham o'zi aslida shunaqa narsa-da. Arxitektura qanchalik chiroyli bo'lmasa, vizualizatsiyada qanaqa realizm, ko'zga odamlarning ko'ziga yoqadigan darajada sifat bo'lmasa, baribir ko'pchilikga boshqacha qabul qilish mumkin-da. Juda ham muhim rol o'ynaydi. Menimcha ulardagi muammo asosiy sistema yo'q. То есть, misol uchun bitta odam o'zi полный 3D modellирование sahnani ishlashdan boshlab, u narsani konseptini qilib, oxirida keyin render qilib, post-обработка qilish hammasi bitta odamning bo'yniga mas'uliyat bo'lib tushib qolgan. Surok har nimada bizda o'zbeklarda o'zi kecha tugashi kerak bo'ldi. Mana surok juda qisqa. Shuni hisobiga bu yerda ish obyomi tezligiga urg'u berib, aslida bu yerda sifat tushib ketadi. Shunaqa. Bu yerda eng asosiy muammolardan yana bitta narsasi, ko'pchilik aytaman, o'zing bilasiz, sahnani ishlash madaniyati. То есть qanchalik darajada akkuratni toza ishlansa, ishlash protsessi ham shunchalik tez bo'ladi. Ko'plar uchraydigan xatolardan. Bir xil sahna keladi-yu, misol uchun aytaylik 25 million 30 million deb poligoni sahna. Juda ham aylantirib bo'lmaydi, musor bo'lib to'lib ketib qolganda. Nima sababdan nima bo'layotgan bilmaysiz. Oxiri nimadadir bo'lib chiqadi. Bitta mana interyer keldi, ayolim rabochka qilish kerak. 25-30 million poligon ekan. Qimmatli bo'lmayapti-da. Tushunmayman. Kompyuter vроде slab emas. Ikkilanib qoldim. Keyin oxiri akasi qidirib topdim, hamma narsani bekitib, anaqa yo'qotib, galagenlar bor-ku. Galagenlarga 2 mi 3 turbosimiz berilgan, o'shani o'zi 20 millionda, qolgan narsalar 5 million poligon. O'shanda turbosimizni o'chirdim, bo'ldi, hammasi hal bo'ldi. Shu holat shunaqa bo'lgan. Menda ham Golden House ishlayotgan paytimda Noza жилой kompleksini modeli kelib qolgan. Shu model kelganda poligonni ko'rganman. Poligon endi unaqa ko'p emas. O'sha paytkiga kompyuterga menimcha og'irroq bo'lgan, 200 million poligon bo'lganda. Qarayman endi haqiqatan og'ir, qamalashi qiyin. Chunki bizda barcha vizualizatsiyada bir xil jihatlarda, ya'ni close up olinmasa o'sha tochka, ya'ni kerak emas edi detalizatsiyani kuchaytirishdi. Ya'ni o'sha holat shunaqa bo'lganki, perilada poligonaj ko'p bo'lgan. Ya'ni har bitta perilani u uzoqdan ko'rinadigan gul ham yo'q-da, u narsa. Barga bizda общий vidlar olinardi. Bitta burchakni o'zini может qoldirish mumkin edi, lekin shunchalik darajada men faqat perilani o'zini tozalab chiqqanimda, o'sha 100 million poligon qolganda ancha yengil ishlash boshlagandi. Уже bundoq qaraysizda, неужели shu narsaga ahamiyat berishmaydi? Yaqinda ham xuddi shunaqa loyiha bo'lib qoldi. Azimat akam bilan guvohmiz. Chetdan, ya'ni chet davlatdan, qo'shni davlatlardan olib qoldi. Shunaqangi katta ob'yom, hamma narsani bilmadim. Shunaqangi holat qilishganki, faqat tiqishgan deb obyektda. Juda katta gektar yerda. Yerda adashmasam 70 gektarli joy. 70 gektar joy edi-da. 70 gektar faqat жилой komplekslarda. Har xil tipdagi klassika ham bor, современный ham bor, neboskreblar ham bor ichida. Qimmat bo'lmayapti sahnani. Ochib tozalab bo'lmayapti. Qanchada oturadi. Yana nima deysiz? Sahna qanchada ochildi deyman. Sahna ochilishi bir gazeta yarim soat ketib qoldi.
70 gektarni to'ldirishgan aka. Hamma narsa salkam proksi yana gruppa qilib tashlangan. Ha, Gruppa bittasi mayda o'ch ochilyapti-da. Uni na attach qilamiz, na unaqa. Yana klassika dom. Yana ichida proksilari bor. Har xil tipdagi domlar, proyektli maktab Yana eng qiziq tomoni srok 10 kun deyishyapti-da. 10 kun. Daqaromat deb uzra. Ulguramiz desak ham ulgursa bo'ladi. Odam sog'liq jihatdan qolgan faktorlarga qarab turib uxlamasdan chiqish kerak bo'lgan. Unga mos summa to'lamaysiz sizga bir. Da. Shunaqa 100% biz yetdik shunki. Shunaqa. Asab qimmatroq ketar ekan. Sog'liq ketadi. Endi armiya yig'sa bo'ladi, какой-то qismda o'sha summani hisoblab bo'lib kimnigadir o'shani o'ziga vaqt ketib qoladi-da. Ya'ni odam bilan gaplashib, ana topguncha ham 1-2 kun vaqt ketib qoladi. Da. Rustam aka o'zi bino inshootlari ham modeling bilan ham shug'ullanasizmi aka? Da, agar o'sha summa srogi bilan to'g'ri kelsa shug'ullanaman. Endi ko'pincha unaqa ob'yom bizga kelmaydi. Bizlar kichkina freelancer sifatida ishlasak, asosan endi studiyalar bilan ishlashadi-yu. Buni katta ob'yomli, как перечисление bu birinchisi, ikkinchisi yuridik лицо bilan ishlab dogovor asosida qilishganiga katta kvartalli narsalar kelmaydi bizga. Asosan daromad manbangiz o'zi qayerdan ko'proq aka unda? Nimadan? Oldinlari bizda endi product visualization deydi. Asosiy daromad shundan bo'lgan. Ha, produktlar. Produkt degani produkt любой narsa kirib ketadi. Mebel ham, eshik ham, qanaqadir mahsulotlar, predmetlar kichkinaroq. Ko'pchilik xayoliga сразу какой-то produkt keladi. Ha, yo'q. Ovqat bilan. Tovarni vid. Bu tovarni vidga любой chiroyli ko'rsatish kerak bo'lgan narsa kiradi. Asosiy yo'nalishim shu deb olaman. Даже bino ham kirib ketadi agar bino ham ko'rsatish kerak bo'lsa. O'shanga endi oxirgi yillarda asosan endi bemalolroq ishlaydigan rejimga o'tildi. Shu stok daromadlar, model sotuv, katalog, orada dizayn, vizualizatsiyasi, keyin juda redkiroq o'sha arxitekturniy proyektlar kamroq kelib turadi. Rustam aka, men bunaqa deb o'ylayman. Mana dizayn Binkovlarni bitirgan bolalar bor, Kamoliddin Bekzodni boshqalarni. Xudo ustunlik bo'lgan bolalar bor-ku, mana zamonaviy kasbga o'zini bog'lasa bor, zo'r daromad qilishadi-da. Misol uchun rassomlar ham bor zo'rlari. Lekin zamonaviy kasblar bilan bog'lorsa, ular tvorskiy odamlar deb bilaman-da, ranglarni his qiladi-yu, chizishi ham zo'r. Hozir zamonaviy kasblar hammaga kerak-da. Mebelchilik ham kerak-ku, misol uchun katalog yasab beradi. Hamma, misol uchun ishlab chiqaruvchilar ham misol uchun yasaltiradi-da. Oddiy grafik logo ishlaydigan aka ham bir etuvdilar-da menga. Pistani modeling qilib beradigan odam qidiryapman. Chunki o'zim qilishim va mashina ukovkalar ishlab olishim kerak dedilar-da. O'shanda bildim-da. Любой художник bola zamonaviy kasb bog'lab olsa, ketdi ekanda, zo'r chiqib ketar ekan. Ijodiy tomondan qaraydi bu narsaga. Va o'zi bitta joyda o'qidim, 7% odam mana butun mirovoy bo'yicha ijodkorlar bor, 7% dega juda katta boylikka ega bo'lib ketar ekanda. 97% misol uchun uncha yaxshi daromad qila olmas ekan. O'sha 7% ga kirib olish uchun qattiq mehnat, keyin zamonaviy narsalarni qo'sha olish kerak ekan demoqchiman. Ijodkordek xor yashaydigan, ijodkordek millioner yashaydigan kasblar yo'q ekan demoqchiman-da. Boshqa mana kasblarni qo'shib tashsangiz, ichida tvorskiy ijodkor odamlar juda zo'r pul topa olar ekanda, pikiga chiqib ketsa demoqchiman. Shunaqa bo'lsa kerak. Da, rejissuradan hamma soha ijodkor-ku mana. O'zim rassom sifatida oladigan bo'lsa, rassom emasman lekin. Mana rassom odamlar bilan o'qiganman. Rassomlar bilan rostdan ijodkor bo'ladi. Kreativ dizayner deymiz biz. Masalan, oldin reklamada ishlaganman. Ko'pchilik yaqindan biladigan biladimi? 3D grafika o'tishdan oldin 4 yil grafik dizaynda ishlaganman. Kollejga kirganimizdan keyin 2003 kirgan bo'lsam, boya aytganimdek, 2005-yil уже pul kerak. Shunaqa bo'ladi. Ota-ona olishib uyalolman, keyin ish qidirganman. Shunda reklama agentligiga ishga kirganimda dizaynerlarni ko'rganman o'shani haqiqatdan. Masalan, logo ishlaydigan tanishim dedingiz, o'sha logoni ishlash bu juda alohida bir ijodiy jarayonda. Masalan, etaplari bor, etaplari bor. Uning uchun qarash ham boshqacha bo'lishi kerak. Masalan, bitta firmani, masalan, nima bo'lishi mumkin? Misol bizda sportivniy kiyim chiqaradigan buka bor, misol uchun. Buka. Masalan, bukani logotipini men kelib turib zamonaviy cho'tka qilib bergan desa, mendan zo'r chiqmasligi mumkin. Lekin xuddi shu narsani kreativ dizayner bersa, boyagi narsani
bir chiroyli narsa bilan oddiy holatda bog'lab berib turib chiqarib beradi. ya'ni osnovasi ham bo'ladi-da, Da, da, qayerdan da. oldi ideya, Da, da, da. nimadan kelib chiqqan. Masalan, endi qadriyat deydi-yu, Da, da. boy firmaning qadriyati nima bilan bog'lanyapti? Masalan, o'tishi bilan ham. Da, agar masalan Beeline yoki Apple logotiplarini olib turib tahlil qilinadigan bo'lsa, ularni ishlash jarayonida ma'lum bir aqida ichiga kiritilgan. Shunaqa. Istoriya bor, как Da, istoriyasi bor. Istoriya bo'lganda ham boy gapirib berganda yo atayin gapirib berish uchun qilib beriladimi narsa? Yoki o'sha paytda kreativniy dizaynerlarni menejeri kompaniyaga yedirayotganda uni ma'lum bir filosofiyaga tiqib turib yedirib ketgan bo'ladi. Zo'r. Yo'q bu narsani. Lekin boyagi narsa istoriya vlojet qilinadi bu logotipga. Masalan, Samsungning bitta tarelkasini oladigan bo'lsa, nimaga tarelka qilingan? Hozir Samsung o'zi turibdi-yu, lekin orqasida ko'k tarelkasi bor edi. Nimaga shu qilingan? Agar istoriyasini ko'tarilsa, nimadir chiqib keladi uni. Prosta avval narsa chiqmaydi-da. Apple ham masalan logotipni olingan bo'lsa, endi kinoda aytilgan edi yoki uni alohida eshitgan edim. Apple tishlam nimasi deganida o'sha odamni o'ziga jalb qiladigan narsasi bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki ularda endi xristianlarda olma turadi. Odam alayhissalom bilan Momo Havoni jannatdan chiqishiga sabab olma sababi, tishlash sabab bo'lgan deyiladi. Ya'ni jalb qilgan o'sha olma. Shunda Apple logotipi ham shu bizning mahsulot ko'rganlar olgisi kelsin degan filosofiya kiritilgan bo'ladi. Sotib olgisi kelsin. Bu birinchi anaqasi tahlili. Ikkinchi tahlili nimaga olma desa, Newton boshiga tushgan holatda logotipi bo'lgan bo'ladi. Adashmasam. Shunaqa edi, adashmasam shunaqa. Logotip sal murakkabroq bo'lgan Apple boshida. Shunga zo'r o'ylagan lekin haqiqatan. Endi da moshniy, boy ideologiyasi moshniy shu narsada. Amalda hamma iPhone olgisi keladi bu narsani. Muammo bo'tgani yo'q. Shunga endi prosta chiroyli shrift hisobiga u ishlaydi. Hechtaga savolingiz bormi? Ana savolingizga misol uchun endi men shunaqa deb o'ylayman, chunki mana dunyo bo'yicha ishlaymiz-ku, chet ellik arxitektura studiyalar bilan. Ularda aytayotgan muammongiz bor, ular shu narsadan yechimidan chiqish uchun, sistematikani to'g'rilash uchun prosta olishganda vizualizatsiya uslugasiga alohida prosta какой-то mutaxassisni jalb qilishadi. Eng zo'r yechimlardan bittasi shu-da. Yo'q, o'zi. Da, shuni aytaman-da. Yo'q, mana qaranglar. Uzr. Tarixdan kelaylik, Tajgipiragorda oldin aynan arxitektura g'oyasini ishlab, persitualar bilan chizib bergandan keyin aynan shu bo'yicha mutaxassis odam o'tirib akvarelda bo'yab, ishlab o'tirgan. Ya'ni bu yo'nalish boshqa bo'lgan o'zi. Bizda keyin nimagadir mana shu 2000-yillardan keyinmi, yo'g'ini bilmayman-da, qanaqadir xaos boshlandi. Loyihachilarni meni misol uchun hayron qoldiradiganim landshaft dizayner ham deb o'ylashadi. Interyer dizayner ham, arxitektor ham, yo'q, hamma shahar arxitektori, yo'q, o'sha 4 ta yo'nalish, ya'ni 5 ta boshqa mutaxassislar, konstruktor ham deb o'ylaydiganlar bor-da. Yo'q, bo'lingan deyman. Men misol uchun bo'lib tashalganini xursand misol uchun bo'laman-da. Misol landshaft dizaynida ham boshqa yo'nalishlari bor-da, yana o'ziga yarasha. Floristlar ishlaydi, boshqalar. Demoqchi bo'lganim sal xavfli boshlandi-da. Taja oldin apparat qilish kerak, arxitektonik firmalarda ham tashqari mijozlarni o'zi ham. Tup o'ylashadi, grafik bilan shug'ullanadigan odam bo'ldi, hamma narsani qilib beradi. Yoki naborot. Ha, bo'ldi, bu interyer dizaynerga kelaman, uyimni chizib beradi, boshqasini qilib beradi debdi. Yo'q, u interyer dizayn arxitektura emas, arxitekturada boshqa pravilalar bor. Unga injenerlik chaslani ham bilish kerak. Misol kanalizatsiya bo'lmasa nima qiladi? Yer yumshoqmi yo'qmi, uni dizayner bilish shart emas. Arxitektor uni reshiyasini berib ketadi-da. O'shanga xavf bo'lib ketib qoldi soha. Aralashib ketgan. Interyerni qarang, Italiyada turga bo'linar ekan. Dekorator boshqa odam kelar ekan. Remont bo'yicha dizayner, stilistika bo'yicha dizayner. 4-chi sesdan chiqib qoldi. Hali anaqa koloristlar kelib yordam berar ekan sizga rang tanlashda. Turga bo'lib tashagan interyer dizaynerlar. Ya'ni Italiyada. Zo'r narsa. Bizda qanday xalos, men misol uchun bozorga men klient bilan yurishim kerak emas. Misol dizaynerlar bolalarga aytaman, dekoratorligingga alohida, afterskingga alohida pul olishing kerak deyman. Kasha xaosda, aralash qurilish. Shuni aytganingizda ham afterskiga bizda bor bozorga yurib dekoratorlik qilish ham kirib ketgan. Alohida pul olish kerak. Afterskiga bunga. Shuning uchun bitta umumiy bitgan 4 oylik pulini krupni yozib berib aytinglar deyman-da. Muammo mana shu narsada narx etishda ham muammo bor. Yo'q, aka, men nechta dizaynerlar bilaman, yonimgacha tushib qolganda kelyapti-da, maslahat so'rab, yoshroq yigitlar ham-da, uka vaqtida zo'r pul olmagansan, shuning uchun tushib yuribsan deyman. Santexniklar ham misol uchun uni mehnati og'ir, lekin javobgarligi katta buzib qo'ysa, shuni sotib olib qo'yib berish uchun.
Shuning uchun pul oladi javobgarligiga. Shunaqa. Ustachilikning o'zi og'ir va javobgar bo'lgani uchun ham yana ko'proq pul oladi-da. Bizda ham katta kvadraturada ishlab qo'yishadi-da, mayda tushudi, misol uchun pul olib yurishadi. Men aytaman, "Yo'q, javobgarligingni kattalashdimi, shunga yarasha olishing kerak" debdi. Shuni qiynalaman-da, yoshroq misol uchun o'rtada yurgan arxitektorlarga ham aytaman. Mana shu kasha aka, hali havsdan chiqib keta olmadik. Ozgina qoldi bo'ydaman. Savolimda ham maqsad shu edi-da o'zi. Savolda qaysi ma'noda bir xil loyihalarda bo'lib qoldi shunaqa. Biz sifatni ko'rsatdik, har xil holatda klient yana jalb qilinish boshlandi-da. Lekin ayrim bir klientlarda, mana shu soha anaqa quruvchilarda, arxitektorlarda shunaqangi fikr uyg'onib qolgan, o'sha narsani o'zi o'rgansin, ya'ni o'zini ishchisi o'rgansin. Ani o'zi bitta fokusga qaratilgan bola. Ya'ni loyiha qiladi yoki masalan o'sha 3D Maxda modelini yasaydi deylu. Modelda yasaydi, vizualizatsiya mayli qilar, eskiz loyihaga qilsin. Lekin uje sotuv darajasiga ta'sir qiladigan rasmni uje alohida bitta kasb bo'lish kerak-da bu narsaga. Chunki bir xil ayrim bizda quruvchilar shunaqa holatda sifat yo'q-da. Ya'ni boshqa yo'nalish bilan uni sotishga aniq qilishyapti, qaratib qo'yishganda. Lekin ertaga odam bargan sifatni farqiga boradi. Endi bargan sekin-sekin xalqimiz o'zi o'rganyapti borgansa. Bizning bitta loyihamiz bo'lib qoldi, Mavrid degan loyihamiz bo'ldi, otziv eshitdik. Otziv haqiqatan odamlar birinchi marta hayotimda eshitishni boshladim shu narsa. Domni nima sababdan oldingiz, nima jalb qildi desa, chiroyli chiqibdi. Ya'ni shunaqa. Ya'ni faqat ana emotsiya bera olish kerak. Mana artist maqtabdi yoki mana holat bo'lib qopti yoki aksiya ketibdi, ma'nosi bo'lmaganda, ya'ni chiroyli bo'lmagan. Mijozlar, sotib olgan mijozlar. Chiroyli ekan. Ya'ni videolarni ham ko'rishgan, animatsiyalarni ko'rishganda, barga emotsiyani sota olganda o'sha holatda. Ayrim bir domlar bor, kavichka ichida deyli. Bir domlar bor, ya'ni juda nima desa bo'ladi, ko'rinish qo'pol qilib aytganda, bizning termin bor, больница ko'rinish bo'lib qoladi. Ya'ni tipovoy fasad, bir xil shaxmat bo'lib qoladi-da ko'rinishi. U boshqa muammosi ham bor u narsani. Hozir siz render tomonidan, vizual qismdan qilib beramiz, chiroyli qilib berasiz. Dom joyiga borganda уже 30%, 40% effekt kesilgan bo'ladi-da. Baribir sotilib ketadi deyiladi. Shunaqa obyektlarni ko'rdik. Mana shunaqa fikrga o'tirib qolishyapti-da. Ya'ni bizda shunaqa holat bo'ldi. Uzr, gapingiz bo'lgan bo'lsam, budjet anaqa sifatdan ham, budjet holatdan ham biz harakat qilamiz, budjetiga to'g'rilagan holat. Ya'ni o'sha suvoq fasadmi, qolgan holat kerama granitmi, nima bo'lsa ham, lekin o'sha holatda ham chiroyli chiqib ketish bor-da. Ya'ni shunaqa aka. Yengillashtirish yo'nalishlari bor-da. Ya'ni fasadni o'zini yengillashtirib qaysidir joylarda biz ekonomik tomonlama o'ylab ketamiz-da. O'sha holatlar bor. Lokatsiyaga ham to'g'ri qabul qiladi. Bir xil bitta ishimiz bo'lib qoldi. Men Bestikam bilan yaqinda bitta ish qildi. Sergeli tumanida. Shu loyiha holatida nima desa bo'ladi? Fasad qismida juda zerikarli holatga duch kelib qoldi-da. Ya'ni shundoq birinchi borib ko'rdi, loyihani texnik zadani tomosha qildi, ko'rdi, что bo'lmaydi. Okay, sotilmaydi. Bu narsa jalb qilmaydi. Mayli reklama qilib qanaqadir ham jalb qilib animatsiya qilib ketishimiz mumkin, lekin ruxsat bering, biz bitta ishlab ko'raylik fasadni dedik. Ya'ni o'sha holatda suvoq holatida ozgincha bo'lsa ham o'zgarish berdi-da. Melki narsa. Ranglar bilan. Ozgincha ranglar bilan. Ijodiy yondashuv. Ijodiy yondashuv и qavatlarni bo'lib proporsionalniy ko'rinish berdik. Illyuziya bo'ladi. Odam xuddi kiyinishi qanaqa bo'lsa, shunaqa proporsiyaga o'xshab turib, domni ham proporsiyasi bor deb aytgan. Tepa qismini boshqacha rang, o'rtasini boshqacha rang, tegi qismi. Etajiga qarab turib ham hisob bo'ladi-da. Masalan, 2 etajigacha ham so'kilni anaqa rang berishingiz mumkin-da. Bilasizmi nima kirib qo'shilib ketsa bo'ladi deyman. Men hozir grafikaga aka, sun'iy intellekt bo'yicha yo'nalish ochilib ketadi aka. Hozir mana grafikaga shug'ullanasiz begisaga, shersaki bu narsada o'sha keyingisilarda ham yangi bo'lim ochilib ketadi aka. Mana misol uchun modeling bor, vizualizatsiya chastlari bor, animatsiya qilinadi, interaktiv VRlar bo'lib ketdi, har xil narsalar endi AI davri boshlanib, o'sha bo'yicha mutaxassislar gullab ketadi deb o'ylayman. Programmist bo'lgan odam, ijodiy programmist bo'lsa, shu yo'nalishda sizlarga qo'shilib oladi. Shu boshqa narsa bo'lib ketadi. Mana kecha bitta video ko'rdimda, qarang, bitta bino rasmga oldida, buni Zaha Hadid qanaqa tasavvur qilgan bo'lardi deyapti-da, fuk qilib Zaha Hadid uslubida o'zgartirib beryapti. Sekundda.
umuman boshqa sohada o'sha. Kalatrava qanaqa tasavvur qilgan bo'lardi ot. Har xil arxitektor, mashhur arxitektorlarning yo'nalishida, Foster yo'nalishida qilib beryapti o'sha binoni. O'zi birinchi sun'iy 2 yil oldin 2021 dan boshlandi bu. Birinchi ishlab. Mana hayb bo'lish boshladi 22 dan. Bu уже как instrument sifatida sinashni boshladik. Shunda birinchi qilgan ishim ham shu bo'ldi. Boya arxitekturalarni tiqdimda, Zahadid qanaqa bo'ladi? U qanaqa tasavvur qiladi? Qanaqa bo'lyapti? Keyin yana brutalist bor edi, otang sanishib qoldi. Xullas har bitta arxitektor stilida ko'rib chiqdim. Boshlanishi endi hozirgi effekt bilan solishtirsa hozir u xafa, lekin o'sha paytda qizuv bo'lgan. Midjourneyda qildingiz-da, to'g'rimi adashmasam? Midjourney bo'ldi. Midjourneyda qildi. O'sha paytlar bir kuzatish boshladim. Stable Diffusion bo'ldi o'sha. Stable Diffusionda. Ham kurtay. Boya ham ko'rdim. 11 yoshli bola anime Midjourneyda chiza oladi rasmini. U rasmni keyin yana boshqa AI ga tashlab turib animatsiya qiladi. Undan keyin yana muzikali bitta AI bor ekan, o'sha holatga moslab turib sound qo'yib beryapti. Undan keyin bo'lsa robotga qoldi boshqa AI-da-da. 11 yoshli bola o'sha multfilm yasab chiqqan. U 1-2 kunga bormaydigan ish bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi ekan. Endi anu sun'iy intellektni kiritib как soha sifatida bo'ladi deysiz, hozir sun'iy intellekt aralash hozir. Aralash, hozir atalib ketdi boshida konstruktor, arxitektor, dizayner bitta bo'lib ketdi deb deysiz, xuddi shu muammo hozir sun'iy intellektda ham bor. Uskunash bitsa kerak. Ha, hozir aralash, chunki hali yo'nalishi 100% olmadi. Biz arxitekturada ishlatamiz, upscaler enhance qilishdan sifat detalizatsiyasini qo'shdi. Masalan, render qilganimizdan keyin, masalan, Cray AI da enhance funksiyasi bor, xuddi shunaqa. Bu yerda mayda realizm detallarni qo'shib beradi. Keyin katta pluslardan bittasi, endi bizning sohamiz hammamiz ishlaganmiz, tiling degan narsa bor endi ishimizda. Shu tushirish o'tirishlar. Tiling muammosi. O'zi qo'shib beryaptimi? Sun'iy intellekt bilan muammo ketdi-da. Yo'qotdi shu. Yana juda chiroyli qilib chiqarib beradi. Menga yoqyapti-da ishlash. Zo'r aka. Mana o'shani qurishni yasa o'tirardik-da. Chunki majburiy edik. Buni yechimi yo'q edi. Biz majburiy edik, bu katta razmerda teksturani topishga majbur edik. O'shani tiling kesib qolmasligi uchun bitta teksturani olib turib ko'paytirib yoniga qo'yib turib Photoshopda mix qilish bor edi masalan. Hatto ozgina bo'lsa ham kompyuterning effekti yo'qotish. O'zi o'sha effekt kompyuterni bildirib qo'yadi. Ana kompyuterda realizm yo'qotadigan effektdan bittasi teksturani takrorlanib qolishi. U yerda copy paste bo'lib turib ko'payib ketadi. Photoshopdan shtamp bilan tozalab, nozolashtirgan qarab ko'rardim. Bu yana sun'iy intellekt mana o'zi umuman 5 yil ichida progress yomon 90 gradusga o'sib ketyapti. Battar, sekin sokinlik emas. Menga tezlashadi u narsalar. Photoshop o'zi illyustratorlar vasha ko'p funksiyalar qo'shib tashladi. Oldin ruchnoy qilib o'tirgan narsani hozirda belgilab o'zgartiraveradi. Photoshop. Shunaqa. Zo'r, nabor zo'r bo'ldi. Qo'shimcha qanchalik vaqtingizni mana hozirgi holatda savolim, qanchalik vaqtingizni ekonom qildi? 15-20% kamida. 15-20%. Hozir realizm ham bor-da, u yerda. O'ta masalan, oldinlari xudorsini ish qilish uchun ko'p vaqt yo'qotib, uni bir oylar ishlab bunaqa emasda. Ozgina chiroyli qilib shunday tashlasangiz o'zi zo'r qilaveradi. O'zi odam qo'yish bir anaqa edi, muammo narsa edi, ancha ish edi. Holat uni jonlantirish, kadr har bittasini. Odam soni bizda bilasiz. Bo'lsa 50 ta 100 ta odamimiz bordir. Uni quyoshiga qarab to'g'irlardik. Kadr qaysi tomondan quyosh tushayotgan bo'lsa, o'sha quyoshli, o'sha tomoniga tushayotgan odamning perspektivasi bor. Tepadan olinganmi, o'rtadan olinganmi, pastdan olinganmi, o'sha holatlari bor-da. Balkonlarda turishlari. Balkonga tepadan olingan narsani qo'ya olmaysizda. Anaqa bo'lib qoladi. Oyog'i tepaga ko'tarilib qoladi. O'sha bo'yicha aka. Uni soyasi yana muammo narsalardan edi. Yo, men o'sha bo'yicha Brick Visual bor-ku, kuzatamiz hammamiz. O'sha bo'yicha bitta video ko'rib qo'ygan. Brickda studiyaga borib odamlarning rasmiga olganini ko'rganman dasha. Ishiga ishlatish uchun, proyektiga. O'zi uchun. O'zi uchun-da aka, qarang, qanaqa darajadagi shunaqa odam sevish kerak-da, odam ishini. Brick Visualda sezgan bo'lsangiz, asosan kompozitsion kadrga ishlaydi ular, bilasizmi? Общий. Kadrga 20 ta emas, bitta бомбический какой-то бум bo'ladigan. Reklama, jurnalda chiqadigan u. Da. Главный страница deydi. Даже unga odam ham qo'yib berish kerakmi yoki samolyot, mashina yurib berish kerak, o'shani ham studiya olib, joyida borib skan qilib, shunaqa darajada qilishadi. Lekin summa yo'da u tomonlama endi narsasi bor azatga. To'pol vizualizatorlardan men bir ikki uroklarni ko'rdim ularni ham. Lekin bitta fikrimga nima deysizlar? Rustam aka mana hamma summa haqida gapiraveradi-da. Ishxonada bitta bolamizga mana shunaqa albom qilgan, qimmat sotaman shu uslugani dedim. Qimmat bo'ladi aka deb qoldim. Men o'shanda sal g'alati bo'ldim. Oldin eplab qilib qo'y, keyin pul haqida o'ylaydigan.
qiplab ko'rsatib qo'yish kerakda. Hamma shu gap gapiradi. Do'stlarga pulini bersa qilib berardim, pulini bersa qilib berardim. Lekin bitta shior qolgan, boya yo'lda ketayotganimda aytdim bolalarga karnegini bitta jumlasi yo'qolgan, qolgan joylari yoqmaydi-da. Avtoritet uchun ishlayman, menga keyin shu olib kelgan avtoritet ishlaydi degan iborasida hech qachon esimdan chiqmaydi-da. Mana shu narsa oxirgi payt kuzatyapman, hammada shu gap gapiryapti. Pulini bersa, puli bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa degan. Yo'q, oldin rezultat zo'r bo'lishi kerak deyman-da. Shuning uchun aka tinmay krutoy portfolio qilaylik deyapman-da. Maqsad ko'rsatib olishimiz kerak o'zimizdan potensialni. Bu to'g'ri ham bu. Bunisi to'g'ri ham, chunki boyaga kelgan покупатель, ya'ni ya'ni xaridor sizga masalan sizdan render xarid qilmoqchi bo'lsa, o'sha render sifatini aniq yaxshi olishiga amin bo'lish kerak. Ishing bormi deydi hammasi. Qilsa bo'ladi, aka, qilib beramiz deb. Yo'q, san ishing bormi ko'rsat portfolio ko'rsatgan zo'r maksimalniy darajang qaysi ko'rsatgan o'sha bu yoqqa pulni gaplashamiz deydi. Nimaga? Chunki boyaga qilgan ishini qancha vaqt ketishini boyaga odam biladi. Taxminan vaqtda masalan 3 kun ketadimi? Bitta proyektga bitta odam bir hafta sarflashi mumkin, bir kun sarflashi ham mumkin. Ikki xil narsa bo'ladi baribir. Hech qachon bir soatda bir haftani obyektini chiqarib bera olmaydi. Misol uchun qanaqadir o'ylashgan vaqt kerak-ku, o'ylashgan, masalan, detallarga e'tibor berish. Vizual qismlarda ishlaymiz, masalan, detallardan joyiga to'g'ri kompozitsiyani joylashish uchun biz vaqt sarflaymiz-da. Tupi qo'yib keta olmaymiz. Narsa to'g'ri kelmaydi. Voy kadr chiqmay qolishi mumkin. Rejissyorda gapda bizlar ishda. Kamerani qo'yamiz, operatorskiy voqeani ko'rsatib berishimiz kerak. O'tda nimadir bo'ldi. Hayotda haqiqatan. Mavzudan tashqari so'maga mana holat bo'ldi. Maktab o'quvchisi matematik misolni yecha olmayapti-da, ChatGPT ga beryapti. Keyin o'shani ko'chirib qo'yapti. Mana endi bu yoq tomoniga ham pardani orqa tomoni deydi sahnada. Bu yog'i ham bo'lyapti-da. Misol mana shunga nima deysiz? Mana любой вопросni yechyapti-da ChatGPT. Men o'zim aybdor his qilaman, o'zim ishlataman ChatGPTni. Yo'q, endi siz o'zingiz boshqa o'shanaqada. Maktabda men bekor ketmayman. Bolalar maktabga boradi. Shunda adasi deb ayolim chaqirib qo'yadi. Mana shu yecha olmayapmiz deydi masalan. Davay deyman, rasmga olaman, boyagi misolida ChatGPTga aytaman. O'zlari yashayotganlar ekan. Davay, qilib alohida xonada qilasizmi shu ishni? Hamma oldi ko'rsatmaydi. Ko'rsatmaydi ekan. Xavfli narsa deb o'yladim men. Endi yo'q, endi sizlar endi o'zingizlar bilasizlar, maktab programmasi juda qiyin. Og'ir, juda qiyin. Bilamizda. Men ko'raman-da, men buni yoshda, men bundan 3 baravar yengilini ishlaganmiz, lekin bunaqasini ishlamaganmiz. O'tani teoretik narsalar ko'p, ehtimoliy nazariya degan fan bo'lgan o'tgan bo'lsa kerak. Institutda bizda institut ekanmiz narsa. U maktabda o'tibdi narsani. Programma og'irlashib ketib qoldi, maktab. Programma og'irlashib ketdi. Juda og'ir. Keyin bolalar kerak emas narsalarni miyasi qiynalib qoldi. Keyin shuni miyasini sun'iy intellekt qiynala qolsin deyman. O'shanaqa yechib nima qiladi? Endi bunaqa nyuansli joylarda majburman-da. Men o'zim tushunmagan narsa qanaqa bola yordam. Yo'q, mana shu xavfli odamlarni omi qilib qo'yadi, jinni qilib qo'yadi degan mana shunaqa notalar ham bo'lib turibdi. Bu yoq tomoni bo'lsa, yaxshi. Mana Googledan aka to'g'risini aytaman, men Googlega ishlatmay qo'ydim. Juda foiz ekan. 10%, 15% hali kartinkali решениялariga ishlataman Google'da. Qolgan tekst javob topishga, kasallik, sog'liq, har biznesga oid savolimiz, kasbga oidmi, faqat ChatGPT bo'lib qoldi. Oxirgi 1 yil aktivniy. Agar misol uchun siz aytayotgandagi anaqada davom etsa, mana 50 yilga bu narsa ham maktab bolalarini sun'iy intellekt o'tib ketib, dangasa bo'lib, umuman qotib qolish bor. Anaqa bo'lib qoladi-da. Bolaga как sun'iy intellekt sifatida, то есть sun'iy anaqa nima deyiladi? Oy nima deyiladi o'zbekchada? Sun'iy planetani Sputnikmi? Sputnik. Mana shunaqa qolib qoladi-da. Постоянно o'sha bilan yashash kerak bo'ladi. O'sha narsa bilan har doim yashash kerak bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Balki bunaqa strashniy emas, xuddi konkretda 50 yillikda, chunki bular strashniy tomonini aytmoqchilar-da. Yo'q, strashniy emas deysiz, ruslardagi bitta narsa bor. Matematika o'zi nimaga, misol uchun mana shu boshqa fanlar nimaga bizga o'zim 3 ga o'qiganman, lekin o'qituvchilarimiz majburlaydi-da, chaqlash uchun, qo'shish, ayirish debdi. Asha o'qib ketmayapti degan ma'noda aytdim-da. Endi u g'ishqolibdan ko'chdida uni orqaga surib bo'lmaydi. U kontrol qilish hozir qiyin. U ko'pchilik hozir davlat darajasida parlamentlarda hal qilinmoqda-da. Sun'iy intellekt orqali xavf qanaqa qilib ehtiyotni qilish mumkin, qanaqa qilib oldini olish mumkin deb ularda o'shani bir nimalar ukazlar kiritilmoqda-da bu narsaga. O'shanga opasniy tomonlar ko'p. Bu faqat u hisoblash etganingiz holatida emas, uning opasniy tomoni juda ko'p. Oddiy misol odamlarni
fake informatsiya tarqatish masalasida juda katta muammo turibdi bu narsada. Ito hozir уже boshlashdi bu narsani. Masalan, endi hozir aytmayman, ko'rib anaqa bo'lmasligi uchun ko'p ijodkorlar anonim holatda ishlashyapti. Shu politiklarni ustidan kulish, satiristik videolar chiqarib kuzatdim. Ko'ryapman. Rasmini o'zini qo'yib yuboradi, shu videorolik Shunaqa. Farqiga borib bo'lmayapti-da. Shunaqa ajrata olmaydi. Oddiy odam ajrata olmaydi. Oddiy odam. Oddiy odam ishonib bo'ladi. Bitta mashhur odamni qo'yib bizada ham qilishdi-ku videoda. O mana Jigichanga o'xshar ekan, o mana o'xshar ekan deb yuribdi. Juda oddiy ahvoli bordi bizada. U mayli u deepfake degan narsa bor, u sal oddiyroq. Uni хотя бы montajligini sal bilsa bo'ladi. Bilsa bo'ladi. A вот bor, уже fizически boyagi odamni 100% sun'iy intellekt ishlab turib, любой fonga, любой holat intim qilib ham sharmanda qo'yib zakaznoy ito programmalar, masalan mashhur programma OpenAI ki misol uchun Sora yoki Kling yoki shunga o'xshagan boshqani animatsiya qila oladigan sun'iy intellektda chiqdi. Ko'rdim. Dekabriyoni rasmini olganda ularda filtr turibdi. Ularda filtr Lumaymi? Luma ham bor. Bu endi ko'pchilik ishlatadi. Luma mashina. Endi anu ba'zi bir detalizatsiya bilan bir-biridan farq qiladi muammosi. Asosiy ularni pojerka bor, har bittasini. Pojerka bor, to'g'ri. Filtr turibdi. Filtr защита от, masalan, pornografiyadan yoki odamlarni sharmanda qilish holatiga olib kelib qo'yadigan joyida filtr turibdi. Uni siz holatingizdan kiritib uni qila olmaysizda. Endi tasavvur qiling, buni kirita oladigan boshqa sun'iy intellekt chiqsa, ketdi уже. Oddiy odamlar zakaznoy sharmanda qilish bo'lsa, u juda skandal holat. O'shaning uchun apas holatlar ko'p. Yo, mana qarang, Beksaga grafika, vizualizatsiyaga, modelingga, mana shu sohani o'g'irlab qo'yish mumkin sun'iy intellekt. Xavf deb, dushman deb qaramadinglarmi masalan, qo'pol qaytganda? Konkurent deb. Men boshida to'g'risi o'yladim. Birinchi chiqqanda sal cho'chidim. Keyin yaxshilab analiz qilib o'ylab ko'rdim-da bu narsani. Birga o'yladinglar, menimcha, Sherstakam bilan. Boshida bo'ldi. Ayrim bir paranoyiklar bor-da. Da, boshida. Koronadan qo'rquvdinglar, boshida koronavirusdan. Shunaqa. Yo, misol uchun, menimcha, любой odamda baribir bitta pik bo'ladi. Bitta valna o'tib ketadi. Keyin уже sal nima deydi, razumni o'ylashni boshlaysiz. To'xtab turchi, misol uchun bu narsani balki naborot plus tomoni bor, to есть bizga qanchalik darajada foydasi bordir. Biz misol uchun shu narsani o'rganib olsak, ertaga biz o'tirib kechasi uxlamasdan qiynalib nima deydi, ishlagandan ko'ra menimcha sal yengillashtirib beradigan instrument chiqdi. Naborot yaxshi-ku deyapman-da. Tortib olsa-chi, oddiy odam o'zi telefon misol uchun o'zi aniqlashtiraman. Shu tortib olsa-chi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Misol uchun mana kseriskopiya chiqqan, kalkachi ayollarning 200 tasi loyihalash institutida bo'shatilgan. Kseriskopiya 98-yil birinchi marta olib kelinganda tasavvur qilsizlar. Kalkada oldin arxitektorlar ustidan chizib o'tirishgan, injenerkalarning ustidan kalka qo'yib turib, kopiya qilib o'tirishganda kseriskopiya keldi, o'ldi, u kasb yo'q уже. Unaqa kasblar juda ko'p. Yo'q ketgan kasb. Mening fikrim bu masalada shezda keng metodim. O'zlarimda ham обсуждение bo'ldi-yu. Menimcha o'ylaymanki, что будто sun'iy intellektga u zaprosni berish, misol uchun o'sha konseptni ishlash uchun odamni o'zida ozgina tvortki bo'lish kerak. U просто так chaplab ham tashiydi-da sun'iy intellekt, bilasizmi, bir xilda. Uverman 5-10 yilda aqllashib ketsa kerak, o'z nomi bilan sun'iy intellekt. Sun'iy intellektda anaqasi yo'q-da. Masalan, odam badiiy anaqasi bor-da. Ya'ni tvorческий joyi bor. Ijodi bor-da. Idrok boshqacha deb barigan bu yerda. Odamzod boshqacha o'ylaydi, chuqurroq o'ylaydi. Hozir искусственный intellekt emas, искусственный razum deyaptilar, aka. U уже boshqa narsa, искусственный razum. U o'ylashni boshlasa, aka. Razumga o'tib ketsa, u biz nafaqat bizning soha. Ya, уже men adashmasam, hozir 4.5 anaqa ChatGPT 4.5 chiqyapti-yu. O'shani aytib, уже более razumni o'ylaydigan deb chiqarishyapti. Men gaplashar ekan. Hamdoq qaradim, o'dinim, cho'ta nimadir bo'lyapti. O'zi cho'ta namijaydi. Aytayotgan sun'iy intellekt, inglizlarda AGI deb aytishadi. Artificial General Intelligence deb aytiladi, adashmasam. Bu уже mustaqil o'ylaydi, как algoritm juda bir takomillashgan, u bilan siz suhbat qila olasiz masalan. Shunaqa darajada, u masalan 100 ta, 1000 ta odamni o'rnini bosadigan bir razum bo'ladi, lekin unda baribir nuqta qo'yadigan narsani ular berib qo'ymaydi deb o'ylayman. Baribir. Keyin bitta misol, men oddiy shu joyini ko'p o'zimga o'zim как dalil keltiraman, что sani ishingni olib qo'ymaydi degan mazmunda. Masalan, sun'iy intellekt chiqarishdan katta kompaniyalar nima naf ko'ryapti ular?
milliard dollar tikilyapti bu narsadan, to'g'rimi? U pul qaytib kelishi kerak-ku. Demak, u sun'iy intellektni kimdir ishlatishi kerak. Kim ishlatadi? Sota olishga. O'sha odamlar ishlatadi-da. Endi odam ishlatsa, keyingi pog'onaga o'taman, odam ishlatsa, pul kerakmi odamlarga? Odamlar u pul qayerdan topadi? Demak, sohasi bilan ishlagandan keyin sohasini topish kerakmi? Soha yo'q bo'lib ketsa, boyagi sun'iy intellekt nima keragi bor? Holsga raspetga qilingan printerlar bor. Yaponskiy printerlar, shu Yevropadan keladiganlarda o'sha Holsga printerdan chiqadi-ku, rassom chizgan deb o'ylashadi daja. Shunaqa bo'rtmalari bilanda. Hozir sezgan bo'lsangiz, oxir payt rassomlarni ham uncha misol uchun ishini olib qo'ydi, mana kafe restoranlarga kirsak ham pechat qilinganlar osilib turibdi. Rassom boshqacha-da, u qalbdan ishlaydi. Xohlasa misol bar ruchnoyda demoqchiman. Uni olib qo'ydi-ku misol uchun raspechatga. Oddiy Holsga raspechatga qilib beryapti, uni farqlamaydi oddiy odam. Siz bilan biz tushunishimiz mumkin. Bu mashinada ishlab ko'rib, guvashda ko'rganmiz-ku baribir ham. U boshqa bo'lib ketdi-da, qarang, massiviy pechat qilib yozibdi-da, o'sha olib qo'ydi xudojniklarni demoqchiman. U shu gapingizga aytaman, biz institutda shu 2006-yil kirganimizda san'at tarixi darsi bo'lardi bizda. Zo'r fan, bizga ham kirgan. Baraka topsin, zo'r edi. Men endi o'sha payt kompyuter grafika 3D'ni o'rganamiz. Endi sal go'ndir katta bo'lgan paytda, endi odam o'zidan ketib qolgan, sal yoshroq paytingizda. Yoshroq payt odam bari qiziqqon bo'ladi. Shunda o'zim ustozga savol berganman-da, ustoz, shu grafika sohasidagi san'at asarlari ham qo'lda chizilgan san'at asariga teng keladimi degan savol berganimda yo'q degan. Nimaga desam, aytganki, dusha yo'q degan. Qalbi yo'q. Ya'ni bu odam emotsiyasini kiritmagan bu narsaga degan. Sun'iy intellektni holatida uni dushasi yo'q-da. U ideyani zo'r qilib berishi mumkin. Ideya chiqarib beradi, lekin boyagi shaxsiyat shunga anaqa mehnat qilganligini o'tga masalan hozir qadri bo'lmay qoldi-yu sun'iy intellektda. Masalan 1 minutda men 50 ta variant chiqaraman. Sun'iy intellektda 1 minutda. To'g'ri aka. Qaysi birining qadri bo'ldi menga shu 50 ta rasm chiqqani. Menga ichidan bittasini tanlayman-da referens sifatida. Shu bo'lmay shu tortoti degan qolgan 49 ta variant menda уже istoriyada ahamiyat qolmay ketadi. Shunaqa. Men qaytib kirmayman u narsaga, dusha yo'q. Lekin mehnat sarflangan, bir haqiqat qadri o'tgan, kimga sotish mumkin bo'lgan produkt sifatida даже o'sha 50 ta bittasi tanlangani ham o'tmayapti-da. Zakaz qilinadigan bo'lsa, baribir o'sha agar rassomlarni oddiy odam zakaz qila olmaydi baribir. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni oddiy oila meni rasmimni maslinniy kraskada Holsga chizib bering degan narsani aytmaydi. Men mana shu odam qatoriga kiraman. Birinchidan o'zi rasm chizish masalasi alohida masala. Boyagi rassomni zakazi har doim bo'lgan. Bitta katta boy oligarx yoki bir ziyoli katta oilalarda har doim rassom kelib zakazga chizadi. Sun'iy intellekt chizib bermasa kerak deb o'ylayman. Bu narsani siniy qiladigan odamlar obsessiyalar bor shu narsa. Masalan, oddiy narsa mana Korolevskiy semiya bor, masalan, Britaniyada. Ko'rsangiz 200 yil oldingi britanskiy Korolevskiy qanaqa bo'lsa, hali ham o'sha narsa turibdi-da. Shunaqa rasmlar. Muzeyga o'xshaydi xuddi. Masalan, o'sha odamlarga bog'langan bir sistema bu. Bularni texnologiyaga kirib kelmagan, texnologiyadan foydalanishadi. Lekin boyagi qadriyatida bu narsa qadr qimmatga ega emas. An'ana bo'lib qoladi. An'ana bo'lib qoladi bu narsa. Sizga yana savollarimiz bor edi akaga. Mening Beksakamga ham. Endi yangi boshlovchilar har doimgidek endi ko'tarilayotgan vizualizatorlar, 3D modelchilar to'g'risida. Shu sohada ham ozmuncha muammolar bo'ladi, ya'ni tez fikrlash, qaysi ma'noda men уже bo'ldi dizaynerman, tayyorman, men уже vizualizatorman, уже любой unaqa ish qila olaman deb bozorga chiqib ketishadi. Lekin dakkiydigan joylar ko'p bo'ladi shu holatda. Murakkabroq qilmagan maslahatinglar. Nimani birinchi o'rinda tutish kerak? Sizga usta shogirdchilik bo'lganingiz ham to'g'rimi? Chirsta akada ko'proq anaqa. Shogirdlar bilan katta ustozlar ham endi aka siz maslahatingiz shoshqaloqlik qilishadi-da. Asosiy muammo shoshqaloqlik qiladi. Ya'ni bor sohada katta pul topsa bo'ladigan narsa miyaga programma qilib yoziladi. Keyin keladi, mana shunaqa 1,5 yil vaqtim bor deydi. 1 yil vaqtim bor deydi, tirikchilik chiqishim kerak deydi. Nega shoshasan desam, uylanishim kerak, ota-onam anaqalari bor,
vaqt belgilab qo'yishgan, agar bu sohadan ketmasam boshqa sohaga o'tkazib yuborishadi degan bir Shunaqa. har xil bahonalar borda. Keyin aytamiz, baribir bu 1 yiling o'tadi-yu deymanda u odamga. Endi shogirdlik keladigan bo'lsa bir suhbat o'tkazaman ular bilan. Nima maqsadda kelyapsan va natija qanaqa olmoqchisan deyman. Kimdir bir oyda egalasi bo'ladi, bir oyda bo'lmaydi u narsa. Bir oyda tajribasini qilgan ishlarini ko'raman-da. Srazu. Keyin bir shogirdim kelganda, u arxitektor shogird bo'lgan, yaxshi bola. Keyin 1-2 oy o'qidi, shu bilan oxirida 30 so'radim. Qanaqa bo'ldi desam, Rustam aka, siz oldingiz kelganda ishlashni bilaman deb o'yladim, akasi ishlashni bilmas ekanman degan gap aytgan. Malades dedim. Hatto tan olish bir bu ham bir katta narsa. Chunki shunga qarab turib keyingi ishi hal bo'ladi. Asosiy masala programmani egallab sohaga siras urishga sarflayotganligida muammo. Ya'ni o'rganish kerak bo'lgan hali ancha bilim borda, firmaga ham ishga olishmayapti deydi. Firma ishga nimaga olishmayapti? Tajribang yo'q-dek haqiqatdan. Tajriba bo'lish uchun vaqt kerakmi? Biladigan holatda kimdir o'rgatish kerakmi? O'rganmasang o'zingda cho'zilib ketish mumkin yoki umuman o'rgana olmasligi mumkin. O'shaning uchun bu yoqqa kelib turib menga pul to'layapsan deyman. To'g'ri. Masala gap men san pulingni ishlatishda emas. Senga men o'zimni o'sha egallab o'tilgan, masalan, men 4-5 yil o'rgangan narsamni sen 1-2 oyda o'rganib ketishing kerak. Bu bor gap. Da. Sani anaqa shuni tomonda menga pul to'layapsan, sen vaqtingni sotyapsan o'zing uchun. Kelmasang menga zarari yo'q, o'zingga zarari bor deyman. Shunga shoshqaloqlik qilishadi ochig'i. Ya'ni shogirdlik kelsa 10 yillik bazani fleshkaga yozib oldinglar, yaramas deyman. 10 yil yig'ib terib, u ne ishlasaga yanilib so'rg'a olganman o'sha narsalar deyman. Bibliotekalarni tayyorlab olishadi. Shunaqa. Mazza senga deyman. Har xil niyatda keladiganlar bor-da, komandaga. Kimdirlar tez surish, kimdirlar haqiqatdan men qilib beradi. Lekin kam uchraydi unaqalar. Lekin men beraveraman aka. Misol uchun ba'zilarimiz yig'ilib qoladi, shabullarni, rosa ko'p uni. Chunki men ham o'g'irlamaydi-ku odam. Yo'q, u foydalanmaydi, o'rgan fayllaringizni foydalanmaydi ham ko'p. Rostdan ham shunaqa degan. Tushunmaydi-da ba'zasini, o'zi qiynalib topsa tushunardim deyman. O'zi oldin shunaqa aytdi, rostdan ham. Haqiqatdan bor narsa edi, biz bir-birimizdan rostdan qiziqardik ishlarni. Даже modellarni qiziqgan paytimiz bo'lgan. Shunaqa aytib qo'ygan, o'ylandi. Yana qanaqa holatlar bo'lardi deydi. Kulgili holati model olib kelardi, menda deydi 100 ta model bordir dedi. Eshiklar bor yoki masalan qaysidir interyerga tegishsa, bo'pti, nimaga albashsandir dedi menga. Zayma bo'ginatni. Xolasang, mana bunaqa modellarim bor. Yaqinda o'zi darsiga bor. Eng qizig'i Rustam aka Po'latov model anaqa to'plamlari tarqalgan bir paytlar. O'sha Po'latov degan papka bo'lardi. O'sha papkani almashardi, nima? O'ztekin kelgan. Rozi bo'lasiz buni. Rustam aka rozi bo'lasiz. Shunaqa holatlar bo'lganda, keyin vaqt o'tib, endi bizda ham nima desa bo'ladi, endi opit o'tdi, shuncha vaqt o'tdi. Qaraysiz, olib ketgani bilan u narsa ishlatmas ekan ham, bir xillarda norozi bo'lib qolsa yuqimas ekan. Shunaqa joylari bor ekanda. Shunaqa aka. Ya'ni olib ketadi, lekin u narsani ishlata olmaydi ham. Ya'ni bizda ham masalan bir xil vaziyatlar bo'lgan. Klub qilganmiz, mana Bestik ham, Azmat ham borlar. Imенно o'zi uchun pul tikadigan klublar bo'lganda. Ya'ni material sotib olish va baham ko'rish o'rtada. Shunaqa holatlar bo'ldi. Masalan, o'shdan shuncha modelni olganmizni, to'g'risi ishlatsak 10% ishlatganmiz-da. Qolgan vashi yotadi-da. O'sha oldingisi oxirgi payt shunaqangi anaqaga keldim, fikr keldim, o'sha model qidirish emas, kerakli modelni 3D dan sotib olish yo'q. Shunaqa eng zo'r shu. Shunaqa holatga tushdi-da. Joiz ham ekan ham bo'ladi. Oldin o'sha 2 dollar, 1 dollarga o'tirardi, ya, pul ishlatib modelga. O'zim yashayman, o'zim tekin joy topaman, sanda bormi, u bormi, borini tiqib qo'yardim-da. O'sha yasagan produktni ham hurmat qilish boshladi. Lekin o'sha paytda afsuslanaman, to что именно o'sha paytda sotib olib ishlatmagan ekan. Chunki nimaga? Barga sifat oshardi-da o'sha holatda. Ya'ni sifatga katta ta'sir qilardi. Men o'zi vaqt pulga chaqaman-da. Taxminan 1 soat vaqtim o'rtacha 15-20 dollar deb olaman-da. Ba'zi bir kichkina proyekt kelib qoladi, uni bir kun o'tilmaydi. Uni 1 soat vaqt sarflash kerak. O'shani ish pul deysiz, o'sha vaqtingizdan kelib chiqib turib aytasiz. Shunda boyagi modellarni qidirish, gruppalarda mana model bormi, kimda bor, shu modelni 1 soat qidiradi-da. Shunaqa degan. Shunda boyagi bola sani 1 soat vaqting ish pul deb xolis gaplashadigan bo'lsa 100 ming deydi. Hozir 100 ming vaqtning zararini o'zing sarflab yuboring, shunday osmonga deyman. Qidirish bilan. Yasash bilmasang ham sarflab yuboring. Yasayda o'xshamaydi. Shuni tayyorini, shuni 2 dollar olsang,
Shuncha vaqting. 30 ming sarflagan bo'lar ekansan. Sani o'zing vaqtingni Zarar o'zing beraveradi, lekin. ekonom qilgan bo'lasan. Shuni aytsam, endi hali bosh urilmagan shu narsaga roz cho'qimagan. U Chimiydi. nima qilaman sarflab deydi, tekin bo'lib turgan narsaga deydi. Ko'plar tarqalgan. Qidirishgan vaqt sarflading-ku. Bu yoqda shunda poiskdan kerak emas. Nima 3Dda nima qulay, rasm bo'yicha poisk kiritilgan. Rasm bo'yicha qidiradi, shuni chiqadi, bo'l. Ancha osonlashtirib tashladi. Google'dan oldi menimcha o'shani. Nomi bo'lmasa ham firmani yasayotgan formati to'g'ri keladi, o'sha modelini olib turib qo'yadi, bo'ldi, muammo yo'q. Vaqt ekan ham ish tezroq bityapti. Bu yoqdagi boy 30 mingni o'zi asli buni ham o'zi yo'li bor. Proyekt gapirishganida $50 alohida modellik hisobidan qo'sharish kerak. Bizda shu 3D rulni ochishmadi, ha? Nimagadir. Bir ochishdi, yemadi demoqchiman. Yurib ketmadi. Abdusattor yo'q. Abdusattor ochdi, adashmasam ochuvdi bu bola. 3D model o'zimi degan. 3D model o'zida. O'zi ochishuvdi. Men o'zi boshida undan ham oldin ko'rganman o'zini. Demoqchiman yemadi uncha yurib ketmadi. Tortib keta olmadi. 3Dga o'xshagan saytni aytayotgan bo'lsanglar, o'zim tanishim ochgan uni. Ha-da. O'zim Abdusattor emasdimi? Boshqadan. Abdusattordan oldin ochdi. 3Ddan o'zbek даже saytda ham bir stilistikasi bo'ldi. U bola rasa vaqtini sarfladi, modellarni yukladi. Modelni ham o'g'irlab yuklamadi. Bepul ko'chirish asosida уже bozorda bor bo'lgan bepul modellar bo'ladi. Kompaniyalar o'zi bepul chiqarib qo'ygan. O'shalarni ko'chirib, bitta joyga nomlab turib, brendini nomini yig'ib joylagan. Uni asosiy muammosi finansирование, ya'ni baza to'plashda bo'ldi. Masalan, Abdusattor shu baza to'plashga pul tikdi-da. U bilan buni farqi Abdusattor zakazga model yasatdi. Pulli qilib sotib olyapti, o'zini saytini qildi, masalan, adashmagan Trademo nimadir deylardi. Alohida o'z demo degan sayti bor adashmasam. Bu o'zi bepul O'zbekistonning ishlab chiqaruvchilarining modelini yasab, ishlab chiqaruvchi pul to'laydi. Abdusattor saytida o'sha modellarni bepul kakani 10 model sifatida sotmaydi, bepul. Lekin zo'r biznes model qilibdi-da. Abdusattor bashi o'z biznesmen o'zi marketing birinchi anaqa bo'ladi. Oldin reputatsiya bor. Hozir reputatsiya adashmasam olib tashlashdi. Birinchi o'rinda. Men topa olmayman o'sha bu holatda. Birinchi o'rinda kirishgandan keyin atmay qo'yishdi. Shunaqa bo'ldimi? Dizipro birinchi o'rinda turadi. O'sha yerda ham buni nakrutka. O'zlari nakrutka qildi yomon. deydi. Qo'yilmagan. Sun'iy puzirka. Sun'iy qanaqa qilishardi? Bir-birini postiga kommentar yozdi, like bosib, mana shunaqa. Yo'q. U foydasi yo'q edi. Prosta o'sha reputatsiya deyilib ko'tarishdida keyin u xullas qiziq. Sizdagi siz savolingizga o'zi bir yodingizda bo'lsa, yonimizga bolalar kelardi-yu. Ishlayman anaqa. O'shanda o'zi yaxshi narsa aytardik-da, yaxshi gap. O'zi maqsading bu sohaga kirib kelishdan nima deb boshida-da. Juda ko'pchilik pulda, pul topish. O'shanda primo aytardik-da, agar faqatgina bu sohadan sen tirikchilik qilmoqchi bo'lsang, bu soha senga emas deb. To'g'ri, bu sohani tanlagan odam o'zi biladi, misol uchun nima sohaligini-da. Bu yerda odam pul topishdan emas, bu ishni yaxshi ko'rganidan, sevganidan, shu narsadan zavq olganidan sohani tanlaydi-da. Buni misol uchun hozirgi bizani misol qilib keltiradigan bo'lsa, bu holatga kelish uchun qancha qiyinchilikdan o'tganmiz bu narsaga. Shu narsalarga chidab ham qiyinchiliklarga ko'z yumib, misol uchun hamma narsaga sabr qilib, shu o'ringa kelganmiz-da. Kam vaqt o'tmagan. O'sha narsani sevib qilmasa, u foydasi yo'q-da. Harakat qilsa, bir oy harakat qilar, o'zi qaraydi, choti meniki emas ekan, ketadi, vaqtini yo'qotadi. O'shanda naql aytardik. Xafa bo'lsa bo'ldi, lekin zato to'g'ri fakt bo'yicha aytardik-da. Bizning soha shunaqa-da. To'g'ri. Shunaqa. Menda shunaqa bo'lib qoldi, hozirgi paytda ham, oxirgi payt bolalar kelayotgan paytda ko'r. Bitta ishlayotgan holatni ko'r. Shogird bo'lib kelsang ham, hali ishlama bilmaydi. Nimaga qiziqayotganini o'zi ham bilmayapti. Holati mana shunaqa arxitektor puliga qiziqqanda. Bilmayapti. Pulini o'ylama, foydasi yo'q. U o'rganganing bilan topa olmaysan. Chunki yuraverasan, mana shu rutinada yuraverasan, kurukda yuraverasan, topa olmaysan, ishing o'tmaydi. Faqat mana shu o'rganish bilan o'tib ketib qolasan. Ko'p vaqting shunga ketib qoladi. Faqat ko'r, o'tirib, kuzat. Kim nima ish qilyapti? Qaysi biriga tortadi o'zingda, o'shani ishlab ket deyman. Qaysi biri qiziq tuyulayotgan bo'lsa, o'shanda proba qil. Yaxshi. Lekin prosta tak vaqtingni ketkazmagan, qiziqmagan narsang bo'lsa, shu anaqa. Bitta o'zimizning do'stimiz ham shunaqa bo'lib qoldi. Qanaqa holat bo'lgan? Arxitektor bola
dizaynerlikka qiziqqan. Hmm. Ancha yil vaqtini o'zimni kursdoshim ancha yil vaqtini ketkazdi, do'sti bo'ldida. Shu holatda achinarli holat nima bo'pti? O'sha dizayn interyer holat ishlayapti, interyer dizaynni qilyapti. Sifat chiqmayapti. Chiqmayapti. Dizaynni ishlayapti, holatini ishlayapti, o'xshamayapti. Shuncha yil harakat qilyapti, bo'lmayapti. To'g'risi endi oxiri maslahat berdim. Bu narsa bo'ldi, saniki emas ekan. Bu saniki emas ekan. Nima qo'lingdan kuchliroq keladi? Qaysi biriga sani skoriy sintez, qaysi biriga ko'proq ishlaysan, qaysi biri tez topshirasan. Endi o'sha yo'nalishga o'tib ol. Rabochka qilishni biladigan bo'lsang, AutoCADga o'tganda rabochkani bos, tezroq. Revitda. Ha, yoki Revitga. Qiziq. O'sha tomonlarni rivojlantirsang bo'ladi. U yoqqa masalan ijod men 100% deb aytaman. Ijod unga vajli narsa. Da, unaqa darajada faktor emas aslida. Ijoddan oqsonlanishi boshlangandi. Endi men achinishni boshladim. Anaqa bo'lib qoldim-da, g'alati bo'lib qoldim-da shu savol anaqa bo'lgandan keyin, holatga tushib qolgandan keyin. Ish yo'q-da. Ish berilmayapti. Har tomondan har qaysidir joyda ishlamoqchi bo'lsa, bir marta, ikki marta ishlayapti-da. Orqasidan yaxshi o'tib bo'lmayapti. Borgan sayin stress kuchayib boraveradi odamda. Stress kuchayishni boshladi. Hozir shu holat bo'yi AI sun'iy intellektlariga hozir ko'pchilikda boshlansa kerak bu narsa. Hali bu bo'lmadi ochig'i. Men AI orqali odamlar ishsizlikni mazasi hali ko'pchilik tortmadi. Endi boshlanish stadiyada. Bu ham ko'proq sun'iy paydo qilinsa kerak deb o'ylayman birinchi. Как hammaga shov-shli narsa tez tarqaladi-yu. Narx oshib ketar ekan, guruch oshib ketar ekan, plastik karta eslaydi bo'lsa, chiqqan payti u hammani plastik bo'lib ketar ekan degan narsa. Naqd bo'lsa ekan deyishgandi. Men unaqa dedim, misol 2006-yil Nokia'ni eslang, aka. 2006-yil toj kiyib chiqqan-ku, vashcha katta gapir bor. Da, shunaqa. 7 nima qildi Jobs, buzib yubordi hamma yon. Keyin guv bo'lib ketdi. 2010dan keyin misol birinchi faqat pul borlar oldi, sensor telefonni, keyin o'rta qatlam, keyin quyi qatlam bo'lib ketaverdi-ku. Uni qatlam bo'lib ketdi. Bu ham shunaqa bo'lib oxiri aka, oddiy bozorda yurgan odam ham, misol qo'pol tushuntirsam, oddiy kichkina sohadagilar ham sun'iy intellektga o'tirib oladimi deb o'ylab qoldim-da. O'tadi. O'tib ketadi demoqchiman. Endi o'tirganida men baribir skeptishlik qarayman bu narsaga. Uyini dizayn qilmoqchi bo'lgan odam o'zi sun'iy intellektga berib turib, mana men stilistika bo'yicha qildiraman demasa kerak deb o'ylayman. Baribir vaqti yo'q bu narsaga. Masalan, puldor odam o'tiradi. Masalan, Google'dan rasm topganda topamiz-ku, masalan, oldinlari sun'iy intellekt referens olishdan oldin Google'dan yoki Pinterestdan rasm ko'rgan bo'lsak, endi biz o'zimizga kerakli rasmni ola olishimiz mumkin Pinterestdan. Shunda ham vaqtimiz xuddi Pinterest rasmdan ko'rib chiqqandek sarflaymiz-da. Lekin shunaqa chiqqani bilan boyagi odam o'zi remont qilib ketish boshlamaydi. Boradi, o'sha odam zakaz qildiradi, o'sha dizayner. Men dizaynerga nima deydi? Taxminan men bu narsani xolayapman. Endi joyida shuni chiqarib bermanga deydi. Endi u texnik tomonidan hali sun'iy intellekt kadrlarni saqlagan holatda to'rtta tomondan render olib berish holati yo'q bunda. Hammasini so'raydi. Xuddi shu narsa, lekin shunaqa holat bo'libdi bizning bir yaqin tanishimizda. Interyer dizayni bo'yicha zakaz kelganda, klient искусственный intellektni yasab ko'rsatibdi-da. Nima xohlayotgan? Menga mana shu narsa kerak debdi. Ya'ni texnik zadaniya tezlashdi, osonlashdi. Ya'ni klient tushunishimiz osonroq bo'lib qoldi-da. Ya'ni naborat progress, yaxshi. Bizga ishlab qoldi. Yo bizda ishlayapti u instrument bo'lib. Tezroq rezultat chiqarishim yoki klient o'zida ishlayapti. Faqat o'sha o'rtadagi texnik zadaniyani aqlliroq mijoz bo'lganda-ku aka. Ha, u уже digital. Yo'q, bu yaxshi bu asli yaxshi bu. Klient o'sha nima xohlayotganini rasmdan bilib, dizaynga mana bu referens shu bo'yicha qilsa, naborot tez ishlash, tezlashdi. O'zini vaqtini ham, asabini ham, misol uchun исполнительni ham. Savollaringiz yo'q? Bor, yana bitta bor. Shu sohada vizualizatsiya, 3D modellash sohasida shartnomasiz ishlash. Klientlar bilan juda ko'p problemalar bor. Menda tuziladi. Oldindan qachon boshlagansiz aka? Men oxirgi 3-4 yil demayman, 2 yil bo'ldi. Nima sabab bo'ldi aka? Klient so'zda turmayotgani bo'ldi. Vaqtida birinchidan oplata masalasi, ikkinchisi fikr o'zgarib qolish holati.
fikr o'zgarib qolishi dokumentatsionni qilib turib man rejalaydigan bo'ldim bu narsani klientga bergan. Odam shu nimadir nuqtaga yetgandan keyin bosh ekan a. Shunaqa bo'lsa kerak. Menimcha hamma bitta tushib ko'radi, normalismga yugurib ko'radi, problemaga tushadi, keyin borgan anaqa qilib shartnoma qilishga tushib qolishadi. Shunaqa aka, bizda Endi boshlanadi. Yevropeyskiy mana freelanserlarning saytlari bor, menimcha Upwork'lar bu narsaga garant bor. Da, u narsa Как o'rtada dallol nima desa bo'ladi, garantli qilib turadi. Zo'r ekan-a, uni shotiga tushadimi pul? O'rtada turadi-da. Da, olib turadi. Ikkita tomon rezerv berish turadi. kerak. Menga o'sha saytni ko'rsatinglar, men unaqasini eshitmagandim hech. Angliyskini zo'r bilish kerak lekin. Xuddi hozir mana qurilishchilarga anaqa chiqdi-ku. Dubayda ham shunaqa. Uy sotmoqchi bo'lsangiz, kvartirami, uymi, birinchi escrow sistema deylarmidi? Bankka to'lov qilib berasiz, keyin u bankga quruvchilarga pulingizni beradi bitirgandan keyin. Yaqindagi to'polonlardan keyin prezident ukazi bilan bo'lgan narsa. Prezident qarori bilan. Chiqdimi o'sha? Shunaqa chiqdi-da, yozdan ishga Hozir juda yaxshi narsa Dubayda bor-da, zo'r narsa ekan dedim. Dubayda eshitgan edim, men 2 yil oldin eshitdim. Arabistonda shunaqa ekanda. Zo'r pulingizni misol uchun o'rtada ushlab turar ekanda. Uyingizni olib bo'lganingizdan keyin olar ekansiz. Demak, freelanserlarga ham bu narsa bo'lgan bo'lsa, demak, ancha bor narsa ekanda, demak. U freelanserlar chet bilan ishlasangizda, bizda yo'q bu narsa. Masalan, bizdagi bozorda freelanser bozori yo'q O'zbekistonda, sayt ham yo'q, platforma ham yo'q bu narsaga. Qilsa qanaqa ishlaydi bilmadim. O, zo'r programmistlar misol uchun mana bitta biznes ideya ekanda, haqiqatan. Bo'sh ekan. Masalan, agar men freelancer bo'lib ishlasam, u yerda klient keldi, mana bu zaprosingizni, mana bu sayt orqali oformit qilaylik. Pulni o'shanga o'tkazasiz. Men ham ishni o'shanga topshiraman. O'lexda ham yedirib tashlayverishadi-ku. Endi bizda muammo baribir mentalitetimiz bor, bizda ko'p narsada tartib yo'q-da, ochig'i. Bu ham siz bilan kelayotgan mashina masalasida, shofyorlar o'rtasidagi tartibsizlik bu mentalitet darajasidagi muammolar. Madaniyat ham shunaqa. Shunga oddiy misol shu arxitektura sohasida ham firmada dizayner vizualizatsiyadan boshlayapti. Ko'p holat dizaynni ham topshirib qo'yishadi-da boyaga. Dizaynni ham qiladi. Yuklab qo'yishadi. Yo'q, u yerda renderchilik qilish kerak. Aslida dizayner alohida o'sha kolorit rasmga qaraydigan dizayn elementlariga ishdan tashqari yuklab qo'yishda boshqa narsa. Shuni hisobiga ulgurmay qoladi boshqa yoki mayli ulgurmasa ham. Biz endi boshimizdan o'tgan firmada ishlaganimizda kech paytlari qoldirish holatlari ko'p bo'ladi. Nagruskada masalan ishimiz modeling boshida bo'lgan bo'lsa, renderchilikni qilishga o'tganimizda keyin u yoqqa dizayndan o'tib ketganda, dizayndan tajriba yaxshi bo'lmagan bizda. Lekin dizaynni qanaqadir qilib miya naprigat qilamiz, miya qiynaymiz-da. Nimadir chiqsin dizayn deb nimadir qilganmiz. Bu yaxshi emas. Lekin render sifati tushib ketadi. Shunaqa. Sizning savolingizga men 50 yil desam bo'ladi. Qanaqadir proyektlar bor yoki определенный zakashlar bor. O'shalar bilan pastoyan ishlayman, ular bilan уже договор nimaligini esdan chiqib ketgan. O'zi tushunaman. Har doim что bo'lib qolishi mumkin. 1 yilda bir marta qanaqadir chepa bo'lib, zakashchidan pul cho'zilib qoldi. To'g'ri tushuntiradi. To'g'ri tushuntiradi, da. Chet elda bu madaniyat yaxshi rivojlangan. Bizda lekin hozir ham men shunaqa ошибка qilib turaman, bezdaga ishlab turaman. Ora-orada lekin issig'idan kelib turadi. Boshida to'laydi, to'g'ri. Ko'rinishingizda to'laydi. Ishni давайте tezroq topshiraylik. Qilib beringlar deydi, qilib srogida javob topshiramiz, bo'ldi shu bilan ketdi. Ertaga olib beraman, оборотdan chiqarish kerak, bir haftadan keyin pul tushadi, buxgalter ham anaqa chiqib ketdi, nima? Otpuskaga chiqib ketdi, qayergadir ketdi. Mana shunaqa narsalar boshlanadi, rostdan ham. Juda ham katta muammo aslida. Endi do'g'ri bo'lgani bilan, masalan, bizda freelanserlarda sizlar o'ylagan anaqa do'g'ri emas-da. U dokumentatsion, ya'ni ustniy просто. Force majeure momentlari bilan emas, ustniy просто bo'ladi. U как oldindan planni aniqlashtirib olish holati, misol uchun kichkina qog'ozga bo'lsa ham o'sha yozib qo'ying. Lekin u sizlarga do'g'ri ishlamaydi O'zbekistonda. Adashmasam ish jarayonlarini ham bo'lib shunaqa to'lovga qilish kerak-da. Rostdan ham ya'ni eskizni ko'rsatasiz, pre-renderni ko'rsatasiz, chernovi ko'rsatasiz, o'shanga to'lov qilib, bo'lib o'sha ham o'zi oson ekan-da o'z nasamda. Ya'ni klientga ham birdaniga katta summa ana qilib qolsa, u ana qilib qoladi. Ko'ziga katta ko'rinib ketadi-da. Juda ko'p pul ketib qoldi deydi-da. Sal ishim bor, unim bor, bunim bor deb cho'zishi mumkin. Atak lekin bo'lib to'lagani yaxshiroq. Bo'lib to'lab olgan yaxshi ekan-da.
tez eslatib o'sha joylarini po punktim bo'lib yozib qo'yish kerak ekan shartnomasida ham. Endi savol berasizmi? Men bitta savol beray. Baribir ishimizda endi qurilish, dizayn, vizualizatsiya bog'liq bo'lgandan keyin klientga baribir arzon narx aytilmaydi-da. Masalan, baribir ba'zi bir klientlar kelgandan keyin narxini aytganingizni qo'rqitib olmaslik uchun nima podxod qilasizlar? Masalan, endi men aytayrin. Birinchi ishda arzon aytamanmi? Qaysi holatda vizualizatsiya bor, animatsiya bor, to'g'rimi? Modeling ichida deylik endi. Shunaqa holat bo'ladiki, okey, mana bunaqa summa, vizualizatsiyani o'zining narxi. Mana shu summaga ishlayman. Siz men bilan bir marta ishlab ko'ring. Bir marta ishlab ko'ring. Bonusiga animatsiyani shundoq qilib beraman. Birinchi klientlarimga har doim shunaqa qilganman. Keyingisida уже sifatni ko'radi-da. Ya'ni sifatni ko'rdi, mehrni ham ko'radi. Ya'ni biz ozgincha bonus ham qilaman. Ya'ni biz ham bitta loyihada ham xuddi shunaqa azamat ekan bilan shunaqa podxod bo'ldi. Haqiqatan отзыв zo'r chiqdi. Ya'ni klient ham довольный, ya'ni rozi, o'sha holatiga chiroyli chiqqan. Ya'ni biz landshaft holatida duch keladigan muammolargacha yetib ketdi-da, konsept holatida. Ya'ni o'sha urnasigacha brend urib berdi, skameykasiga ham, veloparkovkasiga ham. Ya'ni unda yaxshi отзыв qoldi. Ya'ni ko'rdi, qiymatni ko'rdi, men ortig'i bilan bera oldim. Ya'ni har doim qiymatni ortig'i bilan bersangiz, ya'ni siz bilan har doim ishlashga ham o'tadi u klient, ham o'sha summaga rozi bo'ladi ham. Ya'ni siz kattaroq summa уже keyingisida bo'lib aytasiz, o'sha ya'ni ta'sir qiladi. Bir-biringizga nisbatan qadriyatingiz kuchayadi. Qadriyatingiz, lekin o'sha holatni boshida aytgan bo'lib chiqasiz-da. Ya'ni boshida aka mana siz berasiz, rozi bo'lib berasiz, deyish уже noto'g'ri narsa-da. Konkret aytib o'tib ketishingiz kerak. Okey, animatsiyani mana shu joyda men tekinga qildim. Men modelingini men konseptida o'ylab ketdim. Mana shu joylarini to'g'rilab ketdim deb aytib o'tdim-da men. Ya'ni bilish kerak ekan. Shu joyni aytib o'tdim. Klient уже tushunib oldi-da. Men mana qismiga to'lanman degan joy bo'lib qoldi. Qolgani уже как бы значит tasavvurida уже siz arzonga ishlatdi, to'g'ri. Lekin tasavvurda уже mana buni yana 3 ga ko'paytirdi-da. Mana bu narsani menga mana buncha qilib beribdi degan fikrga qolib, keyingi safar уже o'sha summaga tayyor bo'ladi. Ya'ni bizda shunaqa strategiya bo'ldi. Shu ishladi. Men misol balki ishonmas ko'pchilik, men 100 ming dollardan tepa proyektlarni sotadigan bo'lsam aka, birinchi bo'lib men proyektimni maqtamayman borib hech qachon. Men bunaqa zo'rman, menda zo'r arxitektorlar bor. Men nima qiymat berishim haqida gapiraman. Hop, keyin qo'rqituv taktikasini tanlaganman. Misol olaman, aka, mana shu 9 qavatdan yuqorida enadi lisensiya bo'lish kerak. Men obyektida ko'rib ko'ryapman, pajani bilan hal qilish olmayapti. Dabdala chiqyapti. Enadi lisensiya qilmagan deb. Ketdi keyin, misol uchun podyezdlar normalari bor, eng kichkina, eng katta. Qilib ketaverasiz, kechaksizlar. Keyin uni mop hisoblab beraman. Misol, место общей пользования. Mashincha pul yutkazishyapti 400 ming, 500 ming dollar men obyektda. Ketdi keyin yana bitta obyektga bordim, grunti yomon ekan, o'tdagi geologlar bilan tanishman, yaxshi akalar bilan cho'kuvchanlik moyil bo'lgan svayani o'rniga boshqacha narsa ishlab tashlagan, shag'al tashlab deb. Ya'ni ham qo'rqituv taktikasi, ham qiymat berishimi. Oxirgi paytda shunga o'tib, endi xudo xolisi BIMga urg'u bermoqchiman. BIM narxini oddiy 2D-chilardan ko'ra qimmatroq bermoqchiman. Mana nimaga buning qimmat degan savol beradi-yu, BIM nimaligini men zo'r prezentatsiya qilib bo'ldim, market kitim tayyor o'sha. Men loyihada 99% o'sha aniqlikda ishlay olaman. BIMda bersam agar obyektivda deb. Hamma chastalarga topshirib yubordim-da, OVSH, VKShlarni ham-da. Revitda qilasizlar buni? Ha, Revitda men emas, komanda zo'r. Men ularga qiymat bera olishimni aytolmayman. Ya'ni nima sotish mumkin desiz, 33 yoshga kirib bildimki, 100 ming dollardan tepali proyektlarni faqat qiymat berib sota olaman. Men grafika haqida maqtanmayman, proyekt haqida gapirmayman. Juda talantli zo'r arxitektorlar bor. Qoyilib qo'yishadi. Ular ham beryaptimi? Hop, nima haqida gapiraman? Loyiha emas, quruvchiga nima qiymat berishim haqida. Ya'ni ofis quradimi, bog'cha quradimi, unga shaharsozlik normalarini ham, IKEA'larni ham inobatga olib turib, mana xatolardan oldini olib ketishchi. Keyin misol uchun qurilishdagi pererasxodlarni hisoblab beraman. Hozir ikkala o'ylan joy bilan olma, bitta narsa chiqyapti, sifat degan narsa chiqyapti. Da, sifat aka. Shu qiymatni nima bera olishimni beraman-da. Siz ham misol uchun
Rustam Po'latov deganda men 20 yillik tajribaga ega odamni bilaman-da. Endi kirgan nachina farqingiz fishkalaringiz aka 20 yil background bor-da, opit bor. O'sha narsani tushuntirib bera olasizda, qiymat berishingiz. O'sha qiymatni klient bilan gaplashgan o'zi boshida kichkina suhbat bo'ladi-ku ular. Nima sifatda olayotganligi. Produkt haqida maqtanmayman-da qisqasi. Produkt nima bera oladi haqida gapiraman. U gapingiz to'g'ri. Men ham klient olib 20 yildan beri aka ishlaymiz deb endi orada adashib gapirib qo'ymagan bo'lmasam, lekin bu narsa men ham minus deb hisoblayman, chunki bu ko'proq sun'iy ravishda narxni oshiradi degan narsa taqlab qoladi-da. Yo'q, qiymatini aytib ketasiz. Men 14 yil ichida nimani olishini aytasiz masalan. Masalan o'sha sifati degani, masalan endi katalog qilgan bo'lsak, mana katalogda mahsulotingiz chiroyli ko'rinadi. Просто yani multfilm sifatida bo'lib qolmaydi mana bu joyda. Xuddi realda qanaqa syomka qilinsa, xuddi shunday syomkadagi kafsh sifatida olasiz deb nimani olishini aytib ketamiz. Chunki bo'lmasa asoslab bering, nimaga $100 masalan kadr uchun olayotganingiz deb so'rab qolsa, agar bilmagan odam bo'lsa, o'zi 3D da qilganimiz uchun demaydi. Shunaqa aka. To'g'ri kelmaydi nimaga. Keyin bitta klient выставочный stend qilganmiz-da. Выставочный stend qilganimizda narx-navo endi gazetda $1000 ga yaqin summa chiqqan shunda dizayn. Keyin klient savol berib qo'yganda, biza mana bu reklama agentligiga borsak, stendni tekinga qilib beramiz deyishdi. Siz $1000 so'rayapsiz-da, qayerdan olasiz narxini oldi-da. Asoslab bering. Asoslab bering oldi-da. Keyin ishga podxod dedim. Ishga podxod men buningizni bir hafta 10 kun o'ylashim kerak, qilishim kerak. Bular bir kunda qilib sizga variant qilib beradi nomma. Ikki xil narsa deyman-da. Qiymat ko'rsatgan ekansizda. Men sarflayman bu narsani, o'ylayman bu narsani. Keyin Alloh nasib qilib o'sha zakaz olganmiz. Zar. To'g'ri. Shunaqa. Shunda Hanof yana sun'iy intellektsiyaga o'rotdi-da, to'g'rimi? Tez qilib beryapti. Shunaqa endi anu taklif loyihalarda ishlaganmiz, grafikada qilganimizda klient olish uchun reklama agentligi dizaynni tekin qilib olib boradi. Shunaqa. Remont qiladiganlar ham dizayn tekin. Ha, shunaqaga o'tib olishgan marketing. Bu marketing ham ishlaydigan marketing bo'lgan bu narsa. Boshlig'imiz reklama agentligida 3D bo'yicha hali 100% o'tmaganman. No, boshlig'imiz zo'r marketolog edi. Bir tatar odam edi. No, gapdan podxodni qilib qo'yardi-da. Klientga borganida hali zakaz qilishini klient bilmaydi. Mahsulotni o'rganardi-da, masalan, nima choy zavodi. Choy nima chiqaradi? Choy chiqaradi. Yaqinda выставочный stend, выставка bo'ladi O'zbekistonda choychilarni. Keyin o't mana shunga qatnashish uchun buni undaymiz deydi-da, dizayn qidirardi menga. Men misol uchun, keyin borardi-da, direktor bilan uchrashuv uyushtirardi. Telefon qilardi. Biz mana shu reklama agentligidan siz direktorni ko'rishmoqchimiz dedi. Bo'ldi deydi. Soat palon vaqtda kelardi. O'zi tayyor loyiha bilan borardi-da. O'xshab ketgan. Ko'p holatda shu narsa o'xshab ketgan. No, amalda endi siz shu sohada ishlayapsiz, siz zakaz olish uchun 10 ta firmaga 10 ta proyekt qilib bormaysiz bu narsani. O'shanda biza bu podxod ishlamaydi. Chet elda boshqacha ekan, Rustam aka. Katta kompaniyalar finansiviy rasxod hisoblab chiqishar ekanda, marketingga bu yil qancha projeytamiz, qaysi paytda vizitka qatnashamiz, qaysi paytda reklama qilamiz, hammasini summasi bo'lganda-chu, uncha-munchaga kirib ko'chadan to'p mana qilib olib keturishmas ekan demoqchiman. 5 yillik, 10 yillik qilib ishlab turib, даже finansiviy rasxod siz rahbar rolga kirmas ekansiz, finansist bilan gaplashar ekansiz. Uni ko'ndirishingiz kerak ekanda. To'g'ri kelsa, keyin bizda aytolmayman, biznesda ham xavf bor-da. Tuba kirib dirs. Rustam aka, shu savolingizga hozir Sherzodni eshitdim, pashti o'xshash ekan. Endi bu yerda misol uchun asosan o'zim-ku mana o'zim boshida aytaman. Menga proyektni jo'natgan, men senga narxni chiqarib beraman deyman. Proyektni jo'natadi, tashiydida, hisoblab chiqaman. Qancha vaqtda qilaman? Aytaylik, tam bir oyda. Xo'p, tam $5000. Men shu ishni men misol uchun $5000 ga hisob-kitob qildim. Davay, men misol uchun men hech qachon ishlab ko'rmagansan. Ko'pchilikda misol uchun Behance-da qanchalik darajada krutoy portfolio bo'lmasin, ularda bar ikkilanch bo'lar ekan. Qo'rqadi. Chunki bu misol uchun bu bo'sh vaqt o'tirib o'zi uchun qilgan ishdir. Realniy proyekt emasdir. Просто обертка bo'lishi mumkin deydi. Bari qo'rqish bo'lar ekan. Davay, хорошо, menga masalan 3000 berasan hozir. 3000 da biz samana ishlab ko'ramiz. Bir-birimiz ozgina tanishib, ana qilamizda, nima narsa rezultat ko'rsata olaman. Agar shu narsa rezultat seni qoniqtirib mana qiladigan bo'lsa, keyinchalik уже keyingi proyektlarni meni narx-navomda kelishamiz deb turib, aytib bashna qilib, ancha-muncha klientlarni tortib olganman. Juda zo'r sistema. Yo'q, ham naldan ko'ra persinni ishlash ham foydali.
Ну bu тоже Да. firma qilishingiz kerak. O'zini o'zi band qilish ochiq bo'ldi-ku, bemalol. Shunaqa. Siz plastik tushirib olasiz. Bu endi bizdada-da. Chet elda unaqa ishlamaydi. Yo'q, mana naqd puldan ko'ra o'zini o'zi band qilish ochish bor. 1 yilda bir marta to'laysiz 400 ming so'm. U ham ixtiyoriy. Plastikingizni o'ziga, misol uchun biror bir bank tanlaysizda, persiyana qilib qaytartirishingiz mumkin. Siz uni abnal qilishingiz ham 1% ham ketmaydi demoqchiman. Siz doveriyasiga kirish uchun shunaqa persiyanaga ham qilgan yaxshi-da. Ko'p misol uchun mana arxitektor, dizayner, quruvchi, prorablar hammaga aytaman, o'zini o'zi band qilishda orqali qilib turinglar deyman. Chunki ertaga nimada ЧП bo'lishgan bo'lsa, налоговый tomonidan ham har tomonlama ham yomon ishkal bo'ladi. Shunaqa. O'zini o'zi band qilish, ochib olish kerak noqal mana freelancer dizaynerlar. Ofis aytdim, ofis uyda ishlamayman. Ofisga chiqib ketganman. Endi ofis olgandan keyin zakon ishlamasangiz, u yerda налог любой payt tekshirib qolish mumkin-da. O'shaning uchun biz ham media dizayn deb o'zini o'zi band qilganmiz. Bo'lmasa bu hujjatsiz arenda do'g'or qilishmaydi. Shunaqa. Arenda do'g'or qilishmaydi. Arenda do'g'or ham bitta yaxshi narsaki, любой payt siz bo'ldi chiqib keting, o'rningizga boshqadan olamiz deya olmaydi. 1 yil, masalan, 1 yil do'g'or tuziladi, sizni hech kim o'tda haydamaydi. Yo'q, qarang, o'zini o'zi band qilishga 4-5 yil bo'lmadi shekilli. Yo'q, ozgina. Zo'r narsa-da, mana Yaxshi narsa. Juda zo'r narsa. Mana davlat anaqalar organizatsiyalar bilan ishlab ko'rdim. Haqiqatan yaxshi ishladida, ya'ni menga налог ham katta bo'lmadi. Har tomonlama ishlash ham oson bo'ldi. Mazza aka. Do'g'ri shartnomalarni bir-biriga qabul qilish ham muammosiz bo'ldi-da. Shunaqa mana hududiy erta tarmoqlar bilan davlatga qarashli narsa yuristiga jo'natdim. Bo'ladi, senga mumkin deyishdi. Mana shunaqa persiyana qilib berishdi. Mazza qildim qaytanga. Qulayda. Endi qilib o'tirmadim. Zo'r qaror chiqarishdi-da. Haqiqatdan ichida bir 200 tacha bor, menimcha o'zini o'zi band qilish ko'p o'tdi, juda ko'p. Keyin shu yerda misol uchun o'sha hozir sohada endi frilanser ishlayotganlarga maslahatim, mana zakaz oldi, ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi, bilasizmi? Agar nima bo'lsa, men ishim qilib bersam-da, bular to'lamasdan ketib qolsa degan. O'sha narsa juda ko'pchilikda qiynaydi. Men bilmadim, shu vaqtgacha kelib turib shu narsani tushunib yetdimki, naborot klientlarga siz birinchi boshida nimadir ko'rsatib, sahnani ochib, nimadirlar qo'yib, sermat deydi-ku, sermatda render ko'rsatib, mana men ish bajardim, ish boshlandi deb turib narsa jo'natsangiz, unda naborot sizga nisbatan anaqa uyg'onadi, ishonch uyg'onadi. Shu bo'lib shu narsani bo'lib anaqa qilish. Juda ham yaxshi narsa-da. Ko'pchilik qo'rqadi. Yo'q, misol uchun ishlab qo'ydim-da, xo'p, qarasho, shu zakaz olmaganingda bekor o'tirarding-ku. Misol uchun-da, to'g'rimi? O'sha qo'rquvni yo'qotish kerak-da. Ko'pchilik tavakkal qilishdan qo'rqadi-da. To'g'ri. O'zingizni zo'r ko'rsatib bersangiz boshida уже u yoqda ishonch bo'lib, pulni keyingi safar уже serbat ham shart emas. Уже shunaqa bo'lib ketdi bu yoqda. Ya, постоянный klientlarda ketaveradi. Ketaveradi. Zo'r. Endi boshlagan paytlarimiz ustoz zo'r aytardilar. Zato fayl o'zingda qoldi deydi. Fayl o'zingda qoldi, keyingi ish ko'raverasan deydilar. Yomon gap bo'lardi, o'rniga. Lekin shu klient bilan boshidagi muloqot bor-ku. O'zi aslida juda ham muhim narsa ekan bor. Переговор? Переговор boshidagi u odamni birinchi o'rinda qanaqaligini bilib olish. Chunki shunaqa bo'ladi. Aytdim-ku, shunaqa zakazlar boshidan o'zi qiyinchilik bilan boshlanadi. Summa kam, talablar og'ir juda ham. Sizga umuman to'g'ri kelmaydigan. Xo'p, qarashni ustupga ketaverasiz, ketdi, naborot chuqurlashib ketaveradi. Uni talabi, bunaqa narsa tam договор mana shunaqa narsa tarqalish kerak emas, endiga qo'l qo'yish kerak. Сразу uzrli, просто anaqa chopish kerak emas, chiroyli anaqa qilish kerak. Yo to'g'ri kelmas ekan, mana ishlash qoidam mana bunaqa, agar keyinchalik to'g'ri keladigan proyekt chiqsa, aloqaga chiqaveringlar, mana. Lekin bu menga to'g'ri kelmas ekan deb chiroyli xayrlashgan yaxshi. Lekin bitta narsa tushunganman, mijozga odam o'zi ham yoqish kerak. Emotsional holat bor, ko'rishasiz-ku, teta-teta ko'rishganda o'zida уже mijozda qanaqadir assotsiatsiya bo'ladi, ta'sir qiladi-da. Yoqmasangiz, nimadir bo'lsa, уже ishlamaysiz siz bilan. O'sha bo'yicha Ibrohim aka zo'r o'tgandilar, eslaysizmi? Planshetda borgan, prezentatsiyani cho'tka qilgan. Biznes upakovkani zo'r ko'rsatish kerak har doim. Etiket qoidalariga rioya qil. Hech qachon misol uchun yaxshi dress kodsiz bormagan deyiladi. Mana shu narsalar juda katta rol o'ynaydi. Переговорda mana yoqali ko'ylaklar переговорda zo'r foyda berar ekan-da aka. Keyin planshetda prezentatsiya qilish haqida telefonda ko'rsatmayman ishni hech qachon. Mana shunaqa kichkina mayda-chuyda detallar ham ta'sir qilar ekanda. O'sha bor narsa sotilgan. O'zi mana shu narsa juda ham telefonda ko'rsatish. Tasavvur qiling, seriozniy odam, million aborati bor. Siz kichkina telefoningizda ishingizni ko'rsatmoqchisizda.
o'laydi. Hozir bitta xayolim kelib yuribdi, balki ideyam o'g'irlashar, proyektor chiqibdi miyda. Xudo hozir proyektor olib olmoqchiman. Zo'rasiz. Chikkil qo'yib turman, zo'r tomoni любой joyda qo'yib ketaverasiz. Shuni o'ylab Sharoit topsangiz bo'ladi. Devor topish kerak. devor topsangiz bo'ladi. Lekin aka men kartina yechib turamiz. yo'q, sal ajralasiz-da. Sizdan oldin kelgan odam tender qiladi-ku mijozam. Men bola prezentatsiya qilib ketdi-ku proyektorda debdi. Esida qolasiz aka. Albatta, hozir bu narsa juda ommalashdi. Prezentatsiya qilib ketish, men bitta firmaga probka o'ziga telefon qildim-da. Doska probkadan yasalgan doska bor ekan, eko probka bor ekan. Ya'ni vinoni probkalari bor-ku, o'sha probkadan. Ekologichniy. Ishlarni tezroq qilib beraman dedilar-da. Men aytaman, telefon qilib, mana shunaqa razmer bor, narx-navolari qanaqa, menga praysini tashlab biz boramiz ofisingizga dedi. Ya'ni siz qattasiz hozir dedi. Ya'ni shunaqa tayyorki, qattasiz, men boraman, o'zim prezentatsiya sotib olish shart emas dedi. Ya'ni ana aytib qo'yapti-da. Ana ko'plar nimadan qo'rqadi? Kelib sotib ketadi hozir. Menimcha prays chiqarib beradi, shot chiqarib beradi, keyin men qanaqa olaman degandek qilib kimdirlar deb yo'q qorish mumkin u narsani. U aytadi-da, o'zi bilyapti-da. Shu yo'q, sen sotib olishing shart emas. Men faqat ko'rsataman, sen bilgan nima olmoqchi bo'layotganingni. Ya'ni produktni ko'rgin. Qaysi biri kerak, senga qaysi biri kerakligini bilib olamiz, desa-da. Keyin kelishtirib, narxini aytamiz deb o'shda. Bo'ldi, keyinlaring dedim. Ajoyib-da. Уже yaxshi o'tib qoldi-da, ya'ni bundoq qaradim. Ya'ni просто уже probka o'zi anaqa emasmi? Уже anaqa uryapti-da meni. Bekorga aytmaganda, chunki o'sha telefon qilib kelib, telefoningizni olgandan keyin 3-4 yil sizni bezovta qilib, mana shunaqa firmadamiz deb do'kondan chiqyapti-da o'sha. Assalomu alaykum. Valentin bor. O'shanga ular oldin olib qo'ygan, biz unaqa firma emasmiz. Sizga просто nima olishingiz kerakligini bilmoqchi deb bizga aytib o'tganda. Zo'r, qiymatni borib ko'rsatish ham bu bitta usullardan bittasi-da. Bitta nima savollar? Bilmadim, sal og'irroq savol bo'ldi, lekin bizda O'zbekistondagi o'sha bizning sohada vizualizatsiyani qadri juda yomon bo'lyapti. To есть pisandilishmaydi, hurmatsizlik katta bo'lyapti. Nima nazarda tutdi bilmadim. Shu narsani bundan ham qadri yo'llar bor, induslar. Juda tarqalgan. Tushundim. Nimadan bo'lishi mumkin bu narsa, misol uchun? Yoki endi qo'pol chiqadi-yu, как простой работник, oddiy ishchi sifatida ko'p qolinyapti. Ya'ni bir qo'pol gap chiqdi, taksistlarni xafa qilish niyatim yo'q. Shu ya'ni dizayn sohasida shu renderchining ishi taksidan keyingi o'rinda turib qoldi yoki modelchining ishi taksidan keyingi o'rinda bo'lib qoldi degan gap tarqaldi-da. Как уже hurmatsizlik уже odamga shu modelchimisan yoki renderchimisan, sen уже sort past bo'lgan holatdasan degan narsa psixologiyasiga o'tib qoldi. Qaysi tomondan narx-navosini belgilashda ham o'zi qadrini o'zi tushirib qo'yadi deb aytaman o'zi asli. Qadrini bilish kerak o'zi odam. Просто ommadan уже narx-navoz siz bitta siz qimmat aytganingiz bilan hamma arzon aytsa ham amalda ishlamaydi-da. To'g'ri. O'sha tomoniga shu muammo bor mana shu. Menda boshqa fikr bor aka. Aytaylik. Men o'ylayman yosh yo'nalish, misol uchun arxitektura qadimiy-ku o'zi. Termin qadimdan bo'lgan, keyin interior dizayn, landshaft dedik, hozir dekoratsiya dedik, keyin bu yerda grafika sohasi qo'shilib ketdi. Shuning uchun ham bu yosh bo'lganiga ham ko'plar hali mazasini tushunmaydi. Buni rivojlangan mamlakatlarda alohida ishlab ketadi. Masalan, arxitektura firmalar SketchUp'da yasaydi, jo'natib oladi. Bo'ldi. Xitoyda ham shunaqa, Yevropada ham shunaqa. Qo'ytirmaydi, даже Lumion ham qo'ytirmaydi, qo'pol qo'yayotganda. Bo'ldi, men beraman, o'zi qovuradi shu grafikasini, kadrga ishlab berishsin deydi. Katta kompaniyalar hamchi, Zaha Hadidlarda ham. Kim Mirnolar ishlab berar ekan, Briklar ishlab berar ekan-ku. Alohida-da. Alohida yo'nalishda-ku o'zi aslida. Studiyaga alohida beradi. Hali yetib kelmadik. Tushunishmayapti. Mana shu narsa o'shancha boshida shu narsaga to'xtaldim. Yetib kelmadik. Biz o'zimiz. Xudo xolisa quruvchilar, hamma quruvchilar zo'r to'plaga chiqib, arxitektorlar ham brend bo'lib ketadi O'zbekistonda hali. 5-10 yildan keyin Turkiyaga o'xshab, Yevropaga o'xshab arxitektura studiyalarning eng zo'rlari 3 tasi bo'ladi. Eng zo'rlari. Dunyoga ishlab beradigan arxitektorlar bo'ladi O'zbekistonda ham. Vahola shunaqa bor. Ishonaman, dunyoga butun mirovoyda ishlab beradigan arxitektorlar bo'lib ketadi, studiyalar. Shunda
quyi bilan tepa bo'ladi. O'tda boy deganda, o'tda past bo'lganda shunaqa sohalarda ham shaq bo'lib ketadi. O'zbekistonda hozir teng yuramiz hammamiz. Lekin juda katta farq bo'lib qoladi yana. Odamlar sifat tushunishni boshlaganidan keyin o'shanga 5-10 yildan keyin shunaqa bo'lib ketadi demoqchiman. Yo'li уже ajralyapti o'sha. Sekin lekin yo'q, misol men shogird tekinga tushaman. Bormi? Misol Normanga, Zaxaga o'xshagan arxitektorlar. Bizadami? Yo'q. Bizada yo'q. Studiya bo'lsa ham tushaman. Shogird bo'lib tekinga ishib yuraman. Men misol uchun zo'r arxitektor bordi bilmayman O'zbekistonda. Mana krutoy, zo'r mana dunyo miqyosida Prestijiskiy priz, Og'axon mukofotini yutgan, HD saytlarida top bo'lib turgan arxitektorlar bormi? Bobur aka bor, ular endi yo, u kichkina yo'lashda, ular. Shunaqa demoqchiman. Ha, katta mirovoy ishlar qiladiganini aytaman. O'shaqa tekinga boraman ishlashga. Bizga 10 yildagi shunaqa bo'lib qolamiz demoqchiman. Xudo xolasa. Ha, yana misol uchun top 3 ta kimdir chiqadi, o'shaning ketidan ketishadi demoqchiman. Buning uchun endi agar kichkina variant oladigan bo'lsak, zarubejda ishchini, renderchini, dizaynerni ishga olish uchun ularni уровенida ishlab, arzon narx taklif qilish kerak bo'lgan holatda O'zbekistondan shu tomondan chiqadi deb boshda, to'g'rimi? Ya'ni ular zarubejniy уровенni 2 baravar arzon price'da berishi mumkin. Shunaqa, misol mana to'plardan bizdan ketgan, misol Qashqadaryolik akani ko'rdik, podkastlarini Fosterda ishlabdilar, katta kompaniyada ishlab chiqibdilar. Maza qildim ko'ribdi. Ya'ni o'shalar ochadi ertaga, top dunyo darajasida ishlashadi. Grafika sohasi ham shunda parallel ketaveradi demoqchiman-da. Chunki ular bilishadi, chet el urovendagi insonlar. Shans bor ekan, bosilish kerak endi. Ha, yo'q, navrot, shans kattalashadi. Madaniyat zo'r bo'lib ketadi hali bu sohaga ham. Bitta narsa qo'shib ketmoqchi edim. Birinchi savol berdingiz boshida. Arxitekturniy firmadagi o'sha renderchilarni anaqasi. Maslahatim, endi misol uchun sizda ham kurs bor, adashmasam, kurs ochyapsizmi? Da. Maslahatimiz bizning kursimizni olsa, meni именно hozir tayyorlayotgan kursim vizualizatsiya bo'yicha anaqa bo'yicha, именно arxitekturni vizualizatsiya bo'yicha, sahnani to'g'ri ishlash, misol uchun kommersiya renderlarni qanaqa qilish. Kommersiya render deganda nima deyapti? Ko'pchilik bilmayapti-da. O'zi men bu qurilish kompaniyalari shu narsani уже как kommersiya render deb alohida anaqa ochishdi-yu. Jurnallarda, reklamalarda chiqadigan renderlarni o'sha kommersiya obloshkaga qo'yiladi. Badiiy grafika deb bilaman-da, badiiy yondashuv. Sanoat bor, просто тупо ali. Da. Shunaqa narsani. Bizga mana hozir biz yakunlashlarimizni kommentariyada izoh qoldirganlarga, misol uchun kursingizdan qanaqadir legota qilib bera olasizmi, skitkami nimadir. Hozir o'zi Ramazon oyidan zo'r skitka bermoqchiman. Yana bitta misol uchun bizni kommentda qoldirganlarga demoqchi edikda aka. Zo'r izoh nima yozib ketish kerak. O'shani aytib ketsangiz, keyin Rustam akaga o'tamiz. Rustam aka faylalaringizni berasiz deydi-ku. Sekretlar aytasiz. Bitta narsa qiziq, hozir men Instagramda kimnidir kuzatish qanaqadir to'xtatib qo'ydim. Bizning sohani o'shanga agar taniydigan, biladigan odamlari bo'lsa, vizualizatsiya sohasida haqiqatan ham kuchli, ish o'rinlari zo'r. Shunaqa odamlarni Instagramdan insam farqi yo'q. O'sha qoldirib ketsa, kommentariyada aytasiz, nima yozish kerak. Shu narsani yozib ketsa, menga juda kerakli foyda bo'ladi shu odamlarga bo'lsa. Bo'ldi. Shunaqa bor. Shu soha bo'yicha? Da, soha bo'yicha именно CGI-da, vizualizatsiya, arxitektura, endi arxitekturani bilaman. Kim bana. Xo'p, kurslaringizni, eski kurslaringizni ham bilaman-da aka. Qanaqadir legota qilib berasizmi? Yaxshi, misol uchun bitta bolaga. Eski kurslarim o'zini deyapsizmi tipa? Da, hozir yengilsidan bo'lmasa ham. Mayli, unga qo'shib bironta sahnamni ham padarik qilib qo'yaman. Bo'ldimi? Zo'r, rahmat. Rustam aka, sizchi aka? Ayting, nima misol uchun izoh qoldirib ketsa, nimadir bizda shunaqa narsa bor, xabar bo'lmaysiz. Endi darslik chiqargandingiz, adashmasam. Darsli streamlar har xil chiqarib turamiz. Streamlar bor. Uni platforma YouTube'ga ochiq qo'yib qo'ygansiz. Ko'p darslarim ochiq. YouTube kanalimda ko'p darslarim ochiq. Даже o'tgan yildagi o'tkazilgan streamlarni ko'piga do'st ochib qo'yganman. Ijodiy streamlar qilib turganmiz. Ba'zi bir kommersiy mavzularni do'stlik yo'q ularda. Ya'ni kommersiy o'sha barter, ya'ni sen pul topmoqchimisan, o'sha pul topishingga yarasha kursdan pulli-da. Men shunaqa deb fikrlayman. Ijodiy tomon u odam o'zi uchun mazza qilib ishlaydigan joy bo'lsa, bo'ldi. Unga pul olishim balkim boshida bo'lgan bo'lsa, lekin keyinchalik hojat yo'q-da. U ijodiy. Uni ko'rib turib odam bir boyib qolmaydi, lekin instrumentariy bir qanaqadir plyus olish mumkin. Lekin u aynan pul topishingga maqsad qilingan mavzular hammasi pul deyman. To'g'ri. O'sha uchun kommentariyada nima deb yozib qoldi bilmadim. Endi kanalga o'tadimi, boshqami, masalan, o'sha siz ham muxlislar bor o'ziga yarasha, ko'pchilik kuzatadigan bestakanlarda hamda
Rustam Po'latov deganda bir xom narsa izoh qoldirishiga dotdim, Besit akamga hamda akani ham o'ziga yarasha ancha muncha muxlislari borda. Shunaqa. Shuncha tomanda sizga misol uchun qanaqadir haqiqatda qiziqib o'rganmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, shunaqa qattiq O'zi aslida agar rostdan ham o'rganmoqchi bo'lsa, shogird tushish kerak. Men yuzma-yuz oldinda o'tirib turib ishlashga yetadigan bir effektivniy holatni kam ko'rdim. Ya'ni video kursda odam o'zi bir mustaqil o'ziga talabchan bo'lsa, nimadir olib ketmasa, o'zi disiplinasi kuchli bo'lishi kerak. Disiplinasi kamroq bo'lgan odamlarga ozgina tepada turib dakka berib turadigan odam bo'lishi kerak. Qanaqa kriteriy bilan shogird olasiz aka? Bazaviy bilim bo'lishi kerak. Rassom bo'lish kerak. Yo'q. Bazaviy dasturiy bilimi bo'lishi kerak. Ozgina modeling, ozgina render nimaligini bilish kerak. Hozir olasizmi bitta bo'lsa ham? Yo'q, har oy olaman o'zi aslan. Har oy olaman. Suhbatdan o'tkazaman o'zi birinchi. Suhbat kelganida o'sha bilimi, nimani xolayapti, taxminan o'sha summalarni kelishganimizdan keyin kommentariy nima yozib qo'yishsin unda. Yo'q, unda nima qilamiz aka? Danillarni qoldirib ketaveramiz akani. Shunda chiqaveradi, o'zi shogird olaman. O'zi chiqaveradi. Kommentariy yozishda men qanaqa qilib aloqaga o'zim chiqamanmi yo avtomat menga ulanadimi? Ba'zi bilim kerak deyaptilar-ku, o'shanda filtrlab o'raveradi. Shogird urovingga mana vaziyatimdagi uslugim qanaqaki, o'quv markazlaridan bitirib chiqishda ko'pchilik o'ylaydi, firmaga borsa sizlar ishga olinadi, yo'q, ishga olmaydi, tajribasi yo'q. Men mana shu o'rtadagi odamman. Tramplin qilib beraman. Men tramplin qilib beraman, bizninglar, ya'ni ba'zi bilim to'plab chiqqan bo'ladi, o'quv markazida men keladi 1-2 oy, maksimum 1-2 oy. Ba'zi bilim uni urovini render jihatidan, sifatini oshirishda men shundoq ko'tarib beraman bizninglar. Keyin u yog'iga firmaga borganda nimani qanaqa urovingda borish kerakligini tushunib ketadi menda. U firmaga garantiya yo'q, u men kiritirib qo'yaman degan narsa qo'yilmaydi. Firmaga qanaqa ishlash kerakligini o'rganib ketadi. Keyin o'sha portfolio to'playdi, keyin firmaga borganida o'sha portfolio bilan kirishi mumkin xudo xolasa. Atak bilmaydigan odam boshida o'zi bilinadi bilmasligi. Da, to'g'ri. Bilinadi saviyada. Rahmat chiroyli suhbat uchun. Aka, tilaylar bo'lsa aytib ketasiz. Rivoj hammanglarga ishinglarga rivoj aka, rahmat. Xudoga. Kattakon rahmat. Sizlarga taklifimizni inobatga olib, vaqtinglarni ajratganingiz uchun. Xursand bo'ldik, rahmat sizlarga. Hammasiga rozi bo'lasizlar. Albatta. Ya o'zi anaqa samarali narsa-ku, foydali narsa, bilim almashish. Misol uchun ko'pchilikda savol mancha paydo bo'lgan. Mana shu kuzatuvchilar ancha o'zi savoliga javob oldi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa kattakon rahmat. Rahmat sizga. Mana shu to'xtatib qo'ymaymiz, davom ettiramiz. Yo'q, davom etadi. Xudo xolasa. Ishinglarga rivoj tilayman. Mana shu podkastlarni ayniqsa bizning sohamizda yetishmayapti bu narsa. O'shanga bir xursand bo'ldim. Rahmat. Sifatli podkast ayniqsa. Nima desam kerak ekan. Xudo xolasa yana bir bundoq charxpalik korreksiya qilib qo'ydik. Yana keyingilarda уже balki sun'iy intellekt уже bundoq uyda o'tirsak, bir nima qilib turgan paytda aka nima dedim deyman. Shuna. Vallahi. Rahmat katta. Rahmat sizlarga.